ko'pchilikda og'riq bor. Hozir xodimlarimni o'qitib qo'ysam ketib qoladi deydi. undan qo'rqish Endi kerak. tasavvur qiling, siz o'qitmadingiz-da, o'sha tupoy xodim hali ham siz bilan birga. Shundan qo'rqish kerak. SMMni yoki boshqa sohani o'rganayotgan bo'lsang, birinchi navbatda pulni maqsad qilma. Shu sohani sevsang, orqasidan yaxshi daromad topa olasan. Shunaqa fail holat bo'lganmi? Masalan, siz bir ish qilgansiz, mana shu narsa qilaman, hozir yaxshi natija keltiradi biznesga ham, o'zimga ham degan fikr bo'lgan-u, lekin o'sha yaxshi natija keltirmagan. Xat sistemasi orqali profit education, haqiqiy profit education bo'lgan. Ya'ni o'quvchilar soni ortib kelgan. Talaba bu yerda faqat galstuk yoki formada kelish kerak degan narsa bilim uchun kelyapti. O'zlaringiz tayyorlagan bitiruvchilarni o'zlaringiz ishga olgan bo'larmidingizlar? O'zini sohasida, turizm sohasidagi bolalar birinchi kursdanoq pul topishga o'tgan. Aksariyat bizneslar, aksariyat marketologlar sotuvdan keyingi holatlarni ko'pincha unutib qo'yishadi. Hozir bizda plan marketing agensiya ochish. Super. Universitet ichida ekosistema marketing agensiya ochamiz. Talabalarimizni o'qitamiz. Talabalarimiz boshqa bir bizneslarga xizmat ko'rsatadi. Uzoq muddatda kim yutadi desa, muhim ishlarni zarur bo'lmagan paytda qilingan korxonalar yutadi. Salom, ismim Mehrojiddin, Kubik podkasti asoschilaridan biriman. Biza 2024-yil davomida 3-4 mavsumlarda tasvirga olishni Isomedia jamoasi bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirdik. O'ylaymanki, barcha sonlar sizlarga ham manzur bo'ldi. 2025-yilda siz o'zingizni mutaxassis sifatida jamoangizning xizmatlarini, mahsulotlarini Reels podkast formatida ko'rsatib bermoqchi bo'lsangiz, Isomedia jamoasini hamkorligini taklif qiladi. Ular bilan birga ishlab ko'ringizlar. Umuman olganda ular qisqa vaqt ichida maksimal katta yordam bilan sizlarga yordam beradi. Isomedia jamoasini tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum Kubik podkasti tinglovchilari, hurmatli hamkasblar, biznes egalari, marketologlar, umuman olganda mana shu sohaga qiziqadigan mutaxassislar, sizlarni yana bir marotaba Kubik podkastida g'oyibona deydimi, virtual deydimi ko'rib turganim juda ham xursandmiz. Bugungi podkastimizga mehmon spiker sifatida o'sha har doimgidek o'sha 5-mavsumni davom ettirish maqsadida o'sha o'zidan ham ko'ra loyihalari shov-shuv bo'lgan, o'zidan ham ko'ra qilgan ishlari marketologlar orasida, umuman mijozlar orasida yaxshi bir natijalar keltirgan, biznesga yaxshi natijalar keltirgan marketologlar chiqarishga harakat qilganmiz. Profi uni ekosistemasi marketing bo'limi rahbari. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi navbatda taklif uchun rahmat, ustoz. O'zi birinchi marta shu podkastga chiqishim o'zim bilan qiziqdim. Rosa bizlar lekin ko'ndirishimiz qiyin bo'ldi. Ish ko'pligidanmi yoki bo'lmasa hali men o'zim bu sohada juda ham kuchli tajribali deb bilmayman. Ustozlar undan ko'ra chiqib, kamtarsiz deydi-ku. chiqib o'zlari bilan birlashgan. 5-mavsumimizni oldiga qo'ygan maqsadi ham shu. Chunki juda ko'pchilik hozir mediaga chiqishga ikkilanadi yoki xohlamaydi, kamtarlik qiladi, loyihalar bilan bandman deydi va hokazo va hokazo. Bu har bitta mutaxassisni nima deydi, bosib o'tadigan qadamlari deydigan bo'lsak, o'sha vaqtlar keldi. Chunki shaxsan meni o'zimda ham bu narsa bo'lgan, toki Hasan aka boshlang davay demagunlaricha menda ham nima deydi, qanaqadir qobiq bo'lgan. Men chiqib gapirishga hali loyiq emasman. Men hali o'rganishim kerak. Nima uchun gapirishim kerak? Hali bizadan nima deydi, yuqori ustozlar bor. Ustoz siz borsiz desak, ular aytgan gaplari shu bo'lganki, agar biza hozir bozorga chiqib ko'rsatmasak, net kontrakti. Hozir shunaqa zamondamiz biz. Zamon talabi shunaqa bo'lib qoldi. O'zimiz haqimizda dalolat qilishimiz kerak deganlar. Shu o'rinda hozir shu kecha kunduzda o'zimizda ham shu muammo bor. Bu muammo qanaqa desak, reklama o'rnida ko'rishmasin, endi men haqiqatda keys bo'lganligi uchun aytyapman. Kursimiz yangi bosqichga chiqdi. Yangi bosqichga chiqdi-yu, biza bu kursni kengroq auditoriyaga dalolat qilish uchun ko'rdim, target yoqishni boshladik va ko'pchilik bizga murojaat qilayotganlar marketing maksimum kursi borligi to'g'risida xabari ham yo'q. Habibulla Sa'dullayev kimligini bilmaydi ham. Ko'pchilik auditoriyaga hali yetib bormaganmiz. Hali qiladigan ishimiz juda ham ko'p. Vaholanki,
hozir ko'rishni boshlasangiz, haftasiga bittadan son ko'raman desangiz, Kubik podkast 1 yil ko'rishingizga yetadigan dastur tayyorlab qo'ygan. 50 tadan ortiq podkast qilganmiz. Endi shu joyda bizga o'zimizga o'xshagan og'riq qolganlarda ham bor. Va men ishonamanki, buni to'planib boruvchi effekti bor. Накопительный effekt. Hozir mana 1 yildir, 2 yildir, 3 yildir hech qanaqa prosmotrlarimiz 100 ming, 200 ming bo'lmasligi mumkindir. Millionlab prosmotr biz uchun hozircha orzu bo'lishi mumkin. Lekin maqsadimiz shuki, mana 5-mavsumda biza hali o'zi tanilmagan, lekin loyihalari shov-shuv bo'lgan marketologlarni ko'rsataylik. Ko'pchilik tadbirkorlarni hayolida O'zbekistonda yaxshi marketolog yo'q. Bor. Lekin marketologlar bor. Uni biz ko'rmayapmiz degani yo'q degani emas. Loyihalar bo'lmasa o'zidan o'zi qanaqa paydo bo'lib qoladi? U odamda tanish kerak, bozor ko'rish kerak va yana bitta narsa, o'rganish uchun, kim bilandir fikr almashish uchun hamjamiyat qurishimiz kerakki, bizni kimlar bilan ham fikr qilsak bo'ladi, kimlar bilan birga muhokama qilsak bo'ladi, kimlarning fikrini eshitsak, kimlardan o'rnak olsak bo'ladi degan joyda yana bir dalolat qilish maqsadida chaqirdik. Nodirbek 5-gruppamidi? 5-gruppada o'qiganman. 5-gruppamizni shoh savollaridan haqiqatda yaxshi keyslar bo'lgan. Shu bu o'zi o'sha keyslarni bitta-bitta ochsak, o'zi qisqacha agar yangi ko'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, o'zi qanaqa bo'ladi tartibi? Siz ishlagan loyihalarda o'sha star modeli bor. Nima ish qilgan, holat nima bo'lgan, nima task ishlab chiqqansiz, nima harakatlar bajargansiz, sizni harakatlaringiz korxonaga, biznesga nima foyda keltirgan? Shular bo'yicha bitta-bitta gaplashsak. Undan oldin qanaqa o'zi marketing sohasiga kirib qolgansiz? Mendagi ma'lumotlarga qaraganda siz huquqshunoslik yo'nalishini tugatgan ekansiz, tamomlagan ekansiz. O'zi Toshkentga kelishimga sabab shu o'qishga kirish bo'lgan. Birinchi o'zim ham huquqshunos, yuridik sohada o'qishni xohlaganman. 1-yil o'qishdan yiqilganman. Endi u vaqtlarda juda qiyin edi o'qishga kirish. 1-avgust hayotimizni hal qiladigan kun sifatida qaralardi. Agar 2-yil ham o'qishdan yiqiladigan bo'lsam, men o'zi menimcha hayotim o'zgarib ketardi. Shuning uchun shunaqa qo'rquv evaziga men yuridikga bormaganman, Islom akademiyasiga topshirganman. Islom akademiyasi huquq sohasiga topshirganman va u yerga ya'ni bloklari bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun, bloklari yaqin bo'lgan, tarix ingliz tili o'rnatildi va u yerda bali sal pastroq bo'ladi, yuridikka nisbatan degan narsa bo'lgan va o'shanga topshirganim, lekin u vaqtda men topshirganim evaziga, endi men unda grantga kirganman Islom akademiyasiga va u vaqtda o'sha topshirgan yilim yuridikada men kontraktga kiraverardim. Lekin men bu ham bir sababchi bo'lgan, u yerdagi networking, muhit men hayotimni o'zgartirish sababchi bo'lgan, chunki Navoiyda bizda bunaqa muhit bo'lmagan. Men Navoiyda o'sib katta bo'lganman. Shunga juda ham katta sababchi bo'lgan va 1-kursdan boshlaganimda men o'zi o'quv markazida dars berish boshlaganman. Shu Profi Educationda tarix fanidan dars berish boshlaganman va o'sha vaqtda qiziqish paydo bo'lib, SMM sohasiga qiziqish boshlaganman va SMM nimaligini o'rganib, bu vaqtda hali uncha kurslar yo'q edi va endi ochiladigan Avlodda 21da kurs bor edi va Najot ta'lim endi ochilib kelayotgan payt edi. Ahror Xo'ja. Keyin Temur aka endi ochgan paytlari o'sha kurslarda o'qib, SMMga qiziqqanman va birinchi o'sha vaqtda ham administratorlik qilardim o'quv markazida, ham SMM bo'yicha hamma ish qilib ko'rardim. Ya'ni copywriting qismini ham, dizayn hammasini o'zim qilardim. Bitta aniqlashtiraylik. O'quv markazi bu Profidami yoki repetitor? Yo'q, boshqa o'quv markazida, ya'ni repetitor servis degan o'quv markazi bo'lgan. O'sha repetitor servis o'quv markazida SMM sohasini boshlaganman. Ya'ni birinchi tajriba o'sha joylardan bo'lgan. Tajriba o'sha markazdan boshlangan. Shu joyda bitta aniqlashtirib oladigan savol, balki kimlargadir bu o'rnak bo'lishi mumkin. Kursga o'zingiz pul to'lab o'qiganmisiz yo o'quv markazi sizni o'qitganmi? Qiziq savol. O'quv markazi administrator bo'lganimda hamma ishni qilardim. Ya'ni administrator u paytida hamma ish qiladigan odam. Shunda boshlig'imiz kelib, men ko'rdim, shunaqa narsa bor ekan. Sani qo'lingdan keladi. Men o'zim senga pul tikaman. Shuni o'rgan degan men tavsiya qilganlar, menga tashib berganlar. Keyin men uni qiziqib, internetda ko'rib, o'zim topganman. Men joyda o'qitar ekan. O'qitsangiz, men o'zim yordam beraman shu sohaga deb. Ham o'sha vaqtda o'qib, amaliyotda birdan olib borardim hammasini. Ham o'qishim, ham o'quv markaziga betdan keyin borib, shu ishlarni bajarardim va hammasi o'shaning ichida edi. Darsni tugatgandan keyin necha oyda tashlab ketgansiz bu SMM nimani, o'quv markazini? 2020-yil, 2018 2 yil ishlagan ekan, 2 yildan ortiq. O'qishdan keyin 2 yil ishladingiz. Bu demak
tadbirkorlar uchun ham bitta prosta yangilik qo'shib aytib o'tish kerak. Individual Development Program deydi ingliz tilida. Har bir xodimni rivojlanish plani bo'lishi kerak. Chunki korxona rivojlansa-yu xodimlar rivojlanmasa, u ham bir muammo. Va ko'pchilikda og'riq bor. Hozir xodimlarimni o'qitib qo'ysam, ketib qoladi deydi. Undan qo'rqish kerak emas. Tasavvur qiling, siz o'qitmadingiz-da, o'sha tupoy xodim hali ham siz bilan birga. Shundan qo'rqish kerak. Kompaniya o'sishi uchun birinchi navbatda xodim o'sishi kerak. Bizda hozir shunaqa profil anonsda birinchi navbatda xodimni o'stiramiz. Xodim o'ssa, kompaniya ham o'sadi. Chunki xodimni qayerdandir olgan bilimi kompaniya qanaqadir daromad olib kelishi mumkin. Ya'ni o'zini sohasida, masalan, buxgalterlarni o'qitamiz, o'qituvchilarni chet ellarga borib o'qitib kelamiz. Shto ular nimadir olib kelsin, uni bizga tatbiq qilsin, lekin biz hech qachon qo'rqmaymiz. U o'quv markazida ham xuddi shunaqa bo'lgan. Rahbarimizda umuman qo'rquv bo'lmagan. San o'ssang, biz ham o'samiz. Haqiqatdan ham qo'rquvni yo'qotib, Star bo'yicha agar hozir bitta keys muhokama qilsak, mana siz SMM o'qidingiz. Nima o'zgardi? Nima rezultat bo'ldi? 2018 olib qaraydigan bo'lsak, endi SMM sohasida o'qiganman. 2018-yilda O'zbekiston bozorida hali SMM nimaligini ko'pchilik bilmardi. Biznesmenlar o'zi ham ko'pisi xabardor emas edi va biz o'sha vaqt o'quv markazida SMM orqali o'quvchilar sonini ko'paytirishga yordam berganmiz. Ya'ni har xil videolar olib ko'rganmiz, ham dizaynlar qilib ko'rganmiz va endi hali influenserlar yo'q edi, Telegram kanallardan reklama sotib olardik. Tekst ko'rinishda reklama sotib olardik va shu orqasidan ham mijozlar oqimini olib kelardik. Va biz yana boshqa marketing instrumentlaridan foydalanardik, ya'ni har maktablarga borib prezentatsiyalar qilish va prezentatsiyani ham noodatiy tarzda qilish, ya'ni boshqadan ajralib turish uchun. O'sha darsda o'zingiz uchun olgan eng katta insight SMMda nima bo'lgan? Mana kursda esda qoladigan bir narsa bo'ladi-ku. SMMda eng esda qolarli narsa o'sha vaqtda menda hamma so'qqa evaziga o'qishni qilsa, bizda o'sha payt o'rgatganlarida SMMni yoki boshqa sohani o'rganayotgan bo'lsang, birinchi navbatda pulni maqsad qilma. Shu sohani sevsang, orqasidan yaxshi daromad topa olasan degan narsa menga ta'sir qilgan haqiqatan. Menda juda ham ko'p o'sha vaqtda ham takliflar bo'lgan, ketib qol anonsiga, lekin men shu yerda o'sganim evaziga yoki bo'lmasa shu yordam berish evaziga oxirida ham masalan ketish holatida men hamma narsani tushuntirib, men o'zimni oldimga shogird tayyorlab, o'zimni kursdoshimni olib kelib, topshirib keyin ketganman. Ya'ni men shunaqa, men o'sha boshqa sohaga o'tmoqchiman, marketing sohasida va o'zimni boshqa sohaga sinab ko'rmoqchiman deb jurnalni ham topshirib ketganman. Qarang, bu yerda hozir umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, agar biznes egasi xodimga rivojlanish uchun investitsiya qilsa, pul tiksa, u xodim o'zi his qiladi. Shoshma deydi, men shu joyda yaxshi narsa o'rgandim, hayotim uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalarni o'rgandim, tajriba oldim deydi-da. O'zi vijdonan ham ishlab yordam beradi-da. Unaqa nima deydi? Qaytar dunyo deydimi, yaxshilik deydimi, bilmayman endi bu menimcha. Nima deb nomlasak ham haqiqat. Haqiqat shu. Demak, karyerada rivojlanish boshladingiz, bu bo'yicha ishladingiz, bir 2 yil ishlagan bo'lsangiz, hozir 2020-yilga keldingiz. 2020-yilda o'sha men Profi Educationda taklif tushgan, ya'ni vakansiya e'lon qilishgan. Vakansiyada shu SMM mutaxassis kerak. Va o'zimni boshqa bir sohada endi sinab ko'rmoqchi bo'lganman, xususiy maktab. Ya'ni faqat men o'quv markazida ishlaganim evaziga xususiy maktabga ham o'zim sinab ko'radigan vakansiya tushganda borib gaplashganman va menga xo'p, strategiya tuzibki, qani nima qilamiz bu maktabni o'sish uchun. Keyin men strategiya qilib borganman va o'sha shu bo'yicha Profi Educationda hali ham ishlab kelaman. Shu bir xayol o'tmaganmi, hozir bularmandan strategiyani oladi-da, keyin menga ish bermaydi. Tekinga strategiya xohlayapsizlarmi degan narsa. Yo'q, menda boshida unaqa qo'rquv bo'lmagan. Navorot, men o'zimni shu sohada bilimim borligini har tomonlama ko'rsatib berishga harakat qilganman. Hamma narsani ochib berganman. Kimlardir aytadi, bir ikkita kulchoy so'zlarni ochishing kerak, qolgan narsasini ko'rishing kerak emas. Ya'ni kimdir sandan oladida, ertaga sandan foydalanmaydi va boshqa odamni olib kelib shu narsani sinab ko'radi deydi. Lekin buni o'ylagan odamni va oxirigacha qanaqa o'ylaganini o'zi bilmaydi. O'zi biladi. Shuning uchun hamma narsani ochib berardim. Shunaqa narsa qilamiz deb va oxiri shu bo'yicha SMM sohasiga ish boshlagan. Shu joyda ham ish beruvchi sifatida, ham bo'lim rahbari sifatida, ham bir korxonani boshqaruvchi sifatida o'zim uchun olgan haqiqatlarim borda. Mutaxassis sifatida ko'pchilik o'ylaydiki, intervyuga borganda strategiya qilib beringlar desa, menda hech qachon unaqa xayol bo'lmagan. Shuning uchun ham men hozirgi balki oldin ham bordir bunaqa mutaxassislar, men sizga hamma narsani ochib bermayman deb turib, nimalarni bekitishga harakat qiladi-da. Men ikkilanaman, hech qachon bu narsani bekitmagan ekanman. Birorta intervyuda biror marta bekitmagan ekanman, lekin bekitadiganlarni ko'rganimdan keyin hayron qolganman.
siz job intervyu uchun qilib bergan strategiyangizni o'g'irlab hech narsa qila olmayman. Siz nabarot o'zingizni imkoniyatingizni ko'rsating desak, yo'q, sizlar hozir bundan tekin foydalanishni boshlaysizlar, bu yoq, bizani aldashgan desa hayron qolganman. Va yaqinda o'zim uchun bitta kitobda o'sha haqiqatni yana ko'rib qoldim. Intizom haqida edi bu kitob. Nomi esimda yo'q. Ming bor uzr so'rayman bu uchun. O'sha kitobda qoidalar bo'lsa, shu qoidalarning o'rtasida Daza aytibdi, hech qachon g'oyangni, fikringni hech kimdan qizg'anma. Nimaga desa, kitob intizom haqida. Bu ishni bajarish uchun eshitgan odamni intizomi yetmaydi deyapti. Agar har bitta qadamini aniq aytib bersang ham, uni intizomi yo'q va bu sani bergan fikringni so'zma-so'z takrorlashga intizomi yetmaydi. Ishonching komil bo'lsin. Bu gapdan keyin men o'zimni balki xato qilayotgandirman deb yurgan savollarimga javob oldim. Men shu yoshga kirib, galochka bo'libdi-da. Shu yoshga kirib, demak, men hamma narsani yana ham ochiq oydin aytishga harakat qilaman. Agar oldimda turgan hamkor, tadbirkor maslahat bepul, konsultatsiya pullik. Nima maslahat berasiz? Konsultatsiyamga yoziling deydi-ku. Yo'q. Konsultatsiyada aytish mumkin bo'lgan hamma gapni bepul maslahat sifatida ham aytaman. Va kim bu narsani amalga oshira olsa, super. Intizomingiz bormi shu narsani qilishga, bu sizning yutug'ingiz, foydalaning. To'g'ri. Chunki buni olib biza qabrga ketmaymiz. Ko'tarib. Ideya-ku bu prosta. O'zimiz ham birovdan o'rganganmiz shunday qilib. Biz ham o'rganganmiz. Endi ish beruvchiga kelib turib o'zi ish sizga kerak. Yana ideya bergin desa, ideyani qizg'anib qo'ying mayli, oltinga teng ideyalaringiz o'zi bilan qolaversin degiz keladi-ki. Shundan Hasan aka ustozimiz aytadi-ku, ana sen meni ishontir muhabbatingga degan joyda ishontira olmay. Yana bitta so'zlari bor. Ustozi bugun rosa quloqlarini qizitdik. Umrlari uzoq bo'lsin. Maslahat tillada ishlatsangiz. Ishlatmasangiz tosh. To'g'ri. Zo'r. Profiga keldingiz. Sizga aytdi, sen ham strategiya tuzib ketdingiz. Keldi, sen ham strategiya tuzdingiz. Qanaqa bo'lgan, jamoat tarafida ishlaganmisizlar yoki siz ham ana bitta rasm bor-ku, SMM menejerda 6 ta qo'l chiqadi. O'quv markazida men hammasini o'zim qilardim. Xususiy maktabga profiga o'tganimda o'sha jamoa qilish, men o'zim strategiyada aytganman, jamoa qilamiz. Kengayamiz. Hozir kim bor? Bizda aytgan faqat video guruh bor, bo'ldi, boshqa odam yo'q. Xo'p, yaxshi video guruh bilan gaplashganman. Bizga kerak bo'ladigan odamlar, jamoa kimlar kerak? SM menejer kerak, grafik dizayner kerak, copywriter kerak bizga va community manager kerak va bitta ana video guruh kerak, endi bizda bor ekan. Endi men ularning hatto kamchiliklarini ko'rganimda, ularda shu hammasini haqiqatan bitta odam qilgan, ular tushunmagan. Va ko'p odamlar murojaat qilganda, u murojaatlarga javob berilmagan. Endi marketingda mijoz sizga qiziqish bildirdimi, o'sha vaqtda unga qanaqadir javob bo'lishi kerak va u qiziqqanga qanaqadir javob olsa, ertaga u sizga keladi, loyallik oshadi. Va shunaqa jamoa tashkil qilib, shu jamoa bilan birgalikda ishlaganmiz. Faqat SM menejer sifatida ishlaganman. Hamma o'zim qo'limdan kelgan hamma ishni qilib ketaverganman. Qila olmaydigan qanaqadir holatlar bo'lsa, ularni boshqa jamoa a'zolariga qildirganman. Zo'r. Demak, kommentariyalarga birinchi javob berish, uni birinchi kiritganman. Ya'ni chunki ko'rgan analizimda, SWOTimda shu birinchi xato shu bo'lgan. Ya'ni odamlar murojaat qilyapti. 2 hafta, 3 hafta ham o'zi javob berilmagan. Bu o'zi klientni, masalan, nima uchun reklama ketdi-da, xuddi havoga uchirib o'rganday narsa. Qiziqish bildirdi, o'zi unga javob yo'q. Xuddiki pul to'lab e'tiroz sotib olayotganlar holatda. Endi bu kommentariyalarga javoblar berishni boshladinglar. Operativ bitta taktik qaror. Bu natijalar o'zgarishiga qanaqa ta'sir qilgan? Ya'ni shunchaki stranitsadagi kayfiyat, muhit o'zgarganmi yo konversiyada ham ko'tarilganmi? Bizda konversiya ham ko'tarilgan. Sababi shu vaqtgacha ular target instrumentdan foydalanmagan. Faqat o'zidagi bor auditoriyaga postlarni joylab borgan. Xo'p, endi Toshkentda o'sha vaqtda aholi ko'p. Masalan, Instagramda faol foydalanuvchilar bor. Kelinglar, bu narsani sinab ko'ramiz. Endi targetni o'sha vaqtda SMM sifatida o'rganganim, hali chuqur bilimga ega emas edim, lekin shu narsani qilib ko'rganim, haqiqatan natijalar yaxshi bo'lib o'rgandan keyin, xo'p, endi mana shu yerda nimadir yetmayapti. Men bu sohani yaxshi o'rganishim kerak degan narsa paydo bo'lgan va targeting yaxshi o'rganishga sharflaganman. O'zbekistonda yaxshi kurs o'qimaganman va tilni bilganim evaziga rus kurslarini o'qiganman. Chet tildan onlayn kurslarni o'qiganman va faqat shu sohani yaxshi o'rganishga bel bog'lab
shu soha bo'yicha ya'ni targetingni, ya'ni performance marketing deb qaraylik. Performance marketing orqali mijozlar sonini oshirishga yordam beryapman. O'sha performancedan oldin bitta insight aytib o'tmoqchi edim. Bu hozirgi community managerlar uchun juda ham bir muhim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men Samsung Electronics'da ishlab yurgan paytlarim bu 2013-yilda bo'lsa, 2014-2015-yil atrofida, 2014-yil ekan. Samsung O'zbekiston sahifasi MDH mamlakatlari orasida eng samarali sahifa har bir sarflangan dollar uchun deb tan olingan. Bu ishda 360 kreativ agentligi juda katta hissa qo'shgan. Ular bilan birga ishlaganmiz o'sha payt. Men Wynot deb yurardim. Yo'q, Wynot Chortoqda. Chortoqda bo'ladi. 360 kreativ agentligi bilan Samsung haligacha ishlaydi. Bu hamkorlik 10 yildan oshdi bo'layotganligi. Va o'sha Qozog'istonga taqdirlash marosimiga borganimizda, Qozog'istondagi digital mutaxassislar bilan gaplashganimizda juda zo'r insight berishgan. Bu sahifadagi kayfiyat parametrlari bor. Ya'ni unaqa analitika instrumentlari bor. Bemalol qidirib foydalanib topib o'rgansa bo'ladi. Sahifani kayfiyati qanaqa? Ya'ni CGM bo'yicha iste'molchi bir reklamani ko'rdi, biz sahifamizga kirdi. Sahifaga kirgandan keyin odam hozir ayniqsa kommentariyalarni o'qib maza qiladi odam. Kim kommentariy o'qishga kirdi, like bosinglar deb qo'yishadi-ku. Kommentariy o'qishga kirganda qanaqa kommentariyalar va qanaqa kayfiyat bor u yerda. Agar pozitiv bo'lsa, iste'molchini yana ham pozitivga oshiradi. Nimadir negativ bilan kirgan taqdirda ham fikri o'zgaradi uni. Yoki pozitiv kayfiyatda kirib, negativlarning ichiga tushib qolsa, kommentariyada yana o'sha tarafga qarab moslash ehtimoli bor ekan. Bu chuqur analizlarda ko'rinadi va bu 2013-2014-yillarning tadqiqotlari haqida aytyapman. Sahifadagi kommentariyalarning kayfiyati va Samsung bu narsani o'lchardi va bizga shunaqa topshiriq qo'yilgan. Qanchalik yomon kayfiyatda yozilmasin, qanchalik troll sizni o'zingizdan chiqarishga harakat qilmasin, community manager iloji boricha yumor bilan chiroyli qilib javob berib va iloji boricha konstruktiv javob berib, misol uchun aytaylik, Samsungda qaysidir bir funksiyasini ustidan kulayotgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, o'shani yechimini ko'rsatib, yana nima savolingiz bor? Bo'ldi, troll bilan shunaqa gaplashinglarki, bechorani umuman savoli qolmasin. Konstruktiv gaplashinglar, uni emotsiyadan olib, konstruktiv suhbatga tortinglar. Misol uchun maktab bo'yicha kimdir nimadir troll qilayotgan bo'lishi mumkin. Uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Biror bir boshqa maktabni jamoasi shunaqa qilsam maktabni obro'yiga putur yetadi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Va shunaqa trolllarning hujumlariga uchraganda shunchaki konstruktiv javob va yana savolingiz bormi deb turinglar. Shunchaki konstruktiv javob, yana savolingiz bormi deb turinglar va buni o'qiyotgan boshqa iste'molchilar tushunishi boshlaydi bu troll ekanligini. Isbotlash ham shart emas. Shunaqa tanish holat. Shunaqa qilib kayfiyat sahifada yaxshilanadi va bu narsa sahifadagi umumiy kayfiyat konversiyaga yaxshigina ta'sir qilar ekan. Insight o'rnida foydalaninglar. Zo'r aniq shu o'rinda bitta case deydimi, joyda o'qigandim. Bittasi izohga yozganda, men deyapti, 10 minut oldinmi yozgandim, hech kim javob bermadi. Nimaga unaqa desa, keyin atvet yozganda, javob qaytarganda, sizni so'rovingizga menejerlarimiz juda ham qattiq kurashishdi, talashishdi va dushanba kuni javob beramiz. Ish vaqtida javob berish. Zo'rda. Prosta ish vaqti emas, javob beramiz emasda. Shunaqa yumor bilan, kayfiyat bilan olib ketgan. Men o'zim o'qib, maza qilib va uni hozir o'zim aytib berayman. O'zi yaxshi. Yumor yaxshi narsa. Yumor deganiga Navoiydanman dedingiz. Navoiy yumor davlat shaharchasi deb bilaman, shahar deb bilaman, chunki u yoqda maxsus ligalar bor. KVN ligasi bor u yoqda. Ana KVN maxsus oltin ligalar bor u yoqda, boshqa ligalar bor. Siz ham ishtirok etganmisiz? Sizda ham mana bu kayfiyatingizda boshqa joylarda baribir yumor seziladimi? Men o'zim KVNda ishtirok etmaganman, lekin atrofimdagi do'stlarim, jo'ralarim shu sohada ishlab yurgani uchun ular tortgan. Ya'ni har bitta do'sti bo'ladi-ku shunaqa. Gapga chechanlar. O'shalar bilan birga yurib mana o'qiganimizga shu menga ta'sir ko'rsatgan o'ylayman.
Zo'r, yaxshi. Endi menda savol bo'lyapti. Endi mana keldingiz, profilga keldingiz, ko'rdingiz, что kommentariyalar bilan ishlashda muammo bor. O'sha taktik qaror qildingiz, kayfiyat ko'tarilishiga, konversiyaga oshdi. Keyin targetga urg'u berdingiz, mijozlar soni ortishni boshladi. Shunaqa fail holat bo'lganmi? Masalan, siz bir ish qilgansiz, mana shu narsa qilaman, hozir yaxshi natija keltiradi biznesga ham, o'zimga ham degan fikr bo'lganu, lekin o'sha yaxshi natija keltirmagan. Ochiqlash imkoni bo'lsa. Ochiqlash imkoniyati bor albatta. Fail holatni aniq fail bo'ldi deya olmayman. Ko'p narsani sinab ko'rganman. Ya'ni men nimadir ishlamasa doim o'sha narsani ishlatishga harakat qilib yurardim. Ya'ni har xil marketing instrumentlari bor. Kimlar aytadi, "Menda ishlamadi" deydi. Siz o'shani to'g'ri podacha qilmagan bo'lishingiz mumkin. Balki noto'g'ri podacha bilan yetkazgan uchun o'sha ishlamagan bo'lishi. Lekin ishlaydigan holatlari ham borki, boshqacha qilib ko'rish. Masalan, Profi Educationda ishlagan zo'r narsa bu xat sistema, siz aytgandek. Xat sistemasi orqali Profi Education haqiqiy Profi Education bo'lgan. Ya'ni o'quvchilar soni ortib kelgan. U paytda hech kim sinab ko'rmagan. Instrument, marketing instrumenti har bitta odamga. Uni oldinida. Undan oldin edi. Men ishtirok etganman o'sha jarayonda. O'quv markazi paytidagi. Har bitta odamni uyiga shaxsiy xabar borardi. Xat ko'rinishda. Endi aytganimda u paytda 1-avgust haqiqatan paloncha pistoncha sani Profi Educationda kutib qolamiz. Sen shu joyga topshirgansan va o'sha kira olmagansan. Va bizning natijalar. Uni ochganda xatning ichida bizning natijalar bo'lardi. Va uni orqasidan olgan odam, "Men Toshkentdan xat kelibdi" deb mahalla yurardi. Shu narsalar bor edi. Natijalar endi bizni bitiruvchilarimiz bitiruvchilar natijalari, masalan, yuridiska kirganlar, diplomatiyaga kirganlar hammasi natijalarini biz ularga xat ko'rinishi jo'natardi. Men undan ham ko'ra, menimcha bu boshlang'ichini o'zim mijozi bo'lganman. Men 2011-yil o'qish tugatgan bo'lsam, o'qishga topshirganman tibbiyot institutiga, ya'ni litsey tugatganimdan keyin o'qishga kira olmaganman. Katta ball bilan o'qishga kira olmaganman. Shu juda qiyin edi. Menga 15 kundan keyin, 20 kundan keyin Profi Educationdan xat kelgan. Bilmayman qanday bo'lgan, endi balkim boshqa yo'llar bilandir, agar ochiqlash iloji bo'lsa. Uyimga xat kelganda, "Sen o'qishga topshiribsan tibbiyot institutiga, balling yaxshi ekan. Agar xohlasang, kel, bizani Profi unaqaga, educationga tayyorlaymiz. Sen keyingi yilda imkoniyat bo'lishi mumkin." Hozir o'ylayapman, o'sha payt o'ylamaydi. Hozir o'ylab qarasangiz, zo'r target qilgan ular. Target deganda o'zi shundoq ham 2 ball, 3 ball, 10 ballgacha yetmaganlarga xat yuboryapti. Shunaqa bo'lgan o'zi. O'zi shundoq ham tayyor bilimi bor odam kelyapti. Bunday qaraganda kimdadir o'rganyapti, endi uni olyapti-da, faqat intizom bilan yoqda yotoqxonani taklif qilgan birinchi o'rinda, avtobus bilan olib ketib, shu payt Navoiy ko'chada bo'lardi. Navoiy ko'chada. Hozir yo'q. Navoiy ko'chadan, hozir o'sha yotoqxonamiz bizning maktab binosi. Orqasini kengaytirganmiz. Anaqa Beruniyda. Yo'q, Miroboddagi. Ha, bu yoqda Mirobodda joylashgan. O'shanaqa kelgan. Keyin biz uyda rosa unaqa 3 kunlab muhokama bo'lgan. Toshkentga boraman, yo'q, dadam keyin yonimda bo'laver degan, keyin o'zi topshirganman. Men ham qo'rqib Medinskga topshirmasdan keyingi yil ximiya fakultetiga kimyoga topshirganman. Buni zo'r ishlagan tarafi yana, o'sha vaqtda ota-ona xohlardi farzandi o'qishga kirdi degan narsani. Chunki ota-ona uchun bu baxt edi. Biz shu narsani biz yetkazib berganmiz deb o'ylayman. Sababi o'qishga bordi xat. U ota-ona xohlaydi, o'qishga kira olmadi farzandi, lekin unga xat bordi, o'qishga kirishi kerak. Uni Toshkentga jo'natib, farzandiga qarab Toshkentda o'qiyapti. U ota-onaga shu narsa kerak edi. Qayerda o'qiyapti? Toshkentda o'qiyapti. Va hali o'qishga kirmagan, o'qishga tayyorgarlik, lekin u o'qishga kirdi degan ma'noda o'qiyapti degan narsa bo'lgan ota-onaga. Chunki u payti nima deb qarasa, endi har xil millatning o'sha narsa, mahalladan yana ular bo'lsa, o'qishga kira olmadimi? Shunaqa isnodda qarashgan, lekin hozir unaqa emas. Meni fikrim o'sha paytda shunaqa edi. O'sha narsa. Meni fikrimcha, bu yerda boshqa masala ham bor. O'zi nima uchun bu ishni qilinyapti degan savolga javob yana ham chuqurroq izlaydigan bo'lsak, o'zi brend egasini, nima deydi, o'sha ta'sischini o'zi servis ko'rsatishni yaxshi ko'radigan odam bo'lgan. Bektosh aka o'zi anaqa kreativ. Agar ko'rayotgan bo'lsalar, shu Bektosh aka bir varaqli marketing kitobini tarjima qilgan. Haqiqatda zo'r. Agar mutaxassislar o'qimagan bo'lsanglar, yosh mutaxassislar o'qib ko'ringlar. Haqiqatda zo'r qilgan. Keyin yaqinda bir unaqa o'qib qoldim, videosini ko'rib qoldim. Meni qilgan hamma ishim tagida marketing bor degan. Hammasini tagida marketing bilan shu darajaga, shu unaqaga erishganman degan ohangda fikrda aytgan. Zo'r, ya'ni mijozni tushunishi, uni xohishlari, istaklari, qo'rquvlari bilan ishlay olish zo'r foyda keltirgan. Shu o'rinda mana bitta kesda aytib ketay. O'zi bugun blogimda aytmoqchi edim. Endi 40 balkim qo'yib yuborarmiz deydi-ku. Va o'quv markazimda 36 ta o'quvchim bo'lgan. Nima qilishim yoz bo'lgan.
yoz hamma manda maktab o'quvchilari Sezon bo'lgan. bo'lmagan payt. Sezon bo'lmagan payt hamma lagerga ketadi, dam olishga ketadi. Qanaqa to'ldirish bilmaganman. Arenda bunaqa bo'lgan. Keyin o'ylaganman, nima uchun bunaqa qilaman, nima qilaman deganda keyin fikr kelgan, g'oya bo'lgan. Bitta daftar, bitta ruchka, xat. Doskaga yozganman, bolalarga daftar ruchka tarqatganman-da. Meni maqsadim nima? Meni maqsadimga erishishga nimalar qilyapman va nimalar xalaqit qilyapti. Yozinglar deganmanda insho yozdirganman. Bolalar insho yozgan. Insho yozganda keyin uni daftarni unaqa pochtani unaqasi bo'ladi-ku, quti. Konvert. Konvertga solib, uyiga jo'natib, yoniga xat yozganman. Bizning Ustoz Education o'quv markazining maqsadi farzandlaringizga faqat bilim berish emas. Unaqa faqat matematika emas, uni kelajakda tanqidiy, kreativ fikrlashga yordam berish. Sizlardan iltimos, sizni bolalaringizni maqsadi shunaqa, mana bu narsalar xalaqit qilyapti. Har kun 2 soat dars tayyorlashga sharoit qilib bering deb xat jo'natganman. Keyin ertasi kuni kutganman, nima bo'larkan, qanaqa emarsa bo'larkan. Ertasi kuni ota-onalar kelyapti, даже yig'laganlari ham bo'ldi. Mani bolamni dedi, bunchalik unaqa rejalari, maqsadlari borligini bilmagan ekanman. Sizga rahmat. Har kuni men 2 soat dars sharoit qilib beraman, boshqa narsa qilib beraman deb 36 ta bola, menda 2x bo'lganda 72 taga mavsum bo'lmagan, ne sezonni paytida osgan. Bunga men qaysidir ma'noda balkim Profi Education ham nima deydi? Reference. Lekin o'sha to'g'ri aytyapsiz, referens bo'lishi mumkin, lekin hammani o'ziga xos pocherki bo'lishi kerak. Pocherki bo'ladi. Birga bir ko'chirganingizda hech narsa bo'lmas. Shunday. Uni adaptatsiya qilib, o'ziga moslashtirib ishlatsangiz, o'shanda u yangi keys bo'ladi-da. Keyin psixolog treninglarda ham qo'shganmiz, boshqa narsalar qilganmiz. Keyin 2020-yilda siz kelgan ekansiz. Xo'p, davom ettiriladigan bo'lsak, maktab payti bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan va ko'pchilik katta bizneslar, umuman olganda o'zim har qanday biznesda bir karantin degan narsa paydo bo'ldi. O'sha paytda qanaqa o'tgansizlar etaplardan, sizlarning marketing jamoasiga nima ta'sir qila oldi va nimani yaxshilab berdi sizlarga bu narsa? Bizada karantin, biz ham qo'rqqanmiz, birdaniga hamma ketib qoldi. Endi nima qilamiz? Kelinglar, video dars. O'zimiz Profi Education paytidan video dars yozish boshlaganmiz, o'qituvchilarni va o'sha Profi Education paytida yozilgan video darslarni hali ham abituriyentlar ko'radi. To'g'ri keladigan mavzularni va hali ham necha yildan beri qo'yilgan bo'lsa, prosmotrlari milliondan ortiq YouTube'ga joylangan va biz buni undan maktabga sinab ko'ramiz. Xuddi shunaqa har bitta o'qituvchi, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini olib kelib video darsdan yozganmiz. Va uni onlayn ketma-ket qo'yib borganmiz mavzulari bo'yicha. Ustozlar har xil qiziqarli qilib o'zlarining fandan kelib chiqib, nimadirlarni ko'rsatib, shunaqa tarzda yozilgan video darslar va bundan Xudoga shukr sog'-salomat o'tib olganmiz karantindan va poteriya bizada kamroq bo'lgan. Chunki ular minnatdor bo'lgan va bizning darsimiz boshqalar ham ko'chirgan, olib foydalangan va rahmatlar bo'lgan, odzivlar juda yaxshi bo'lgan. Chunki hamma ham yozishga qurb yetmaydi yoki bo'lmasa studiya yo'q bo'lishi mumkin. Bizda hamma narsa o'zimizning studiya, o'zimizning borlaydi. Shundan foydalanganmiz. Demak, karantin paytida marketing jamoasiga qo'yilgan zadachi mediani kuchaytirish. Eng qizig'i, bu marketing jamoasidagi R&D funksiyasi karantindan oldin ish boshlangan. Karantingacha yoz bo'lingan o'zi qanchadir darslar. Bu faqat Profi Education. Faqat Profi emas. Bu yerda misol uchun Kolbani ham misol qilib olsa bo'ladi. Kolbani ham Kolba qilib tanigan asosiy bitta dastur butun respublika ko'rgan. Kimyo bo'yicha darslarni o'sha Doniyor Nasriddinov yozgan darslarni hamma ko'ryapti-da va buni bir Jahongir bilan shu haqida suhbat qilganimizda aytdiki, hech qachon bunchalik ommalashib ketadi bu darslar deb o'ylamaganmiz. Hech qanaqa fokus ham bo'lmagan. Prosta R&D sifatida bir mahsulotimizni rivojlantirishimiz kerak. Buni onlayn versiyasi ham bo'lish kerak. Qachongacha biz faqat oddiy dars o'tamiz. Kela olmaydiganlar bor, boshqalar bor. Shuni ham bir sababini qilib qo'yaylik deb qilganmiz. Biz uchun faqat katta rasxod bo'lsa ham sabr qilib bosganmiz. Ko'zimizga ko'rinmagan keyin bu narsa, lekin shu lip etib karantin bo'lganda biz absolyut tayyor ekanmiz o'shanda. Keyin ko'rganmiz, demak, inson faqat sababiga mas'ul ekan. Natijasi qachon qanaqa bo'lishini bilmasdik deb. 50-70% tayyor bo'lgandik, onlayn darslar bor edi, shuni takomillashtirganmiz, ya'ni media bilan kuchaytirib, tezlashtirib. Yana bir marta tasdiq bo'lgan, to'g'ri R&D kelgani bo'yicha. Demak, ustozlar ham aytishadi,
uzoq muddatda kim yutadi desa, muhim ishlarni zarur bo'lmagan paytda qilingan korxonalar yutadi. Muhim onlayn dars bo'lishi, lekin zarurat bo'lmagan paytda qilinyapti-da bu. Buni menimcha biznesmen oldindan ko'ra bilish kerak. Ya'ni bizada shu asoschi Bektosh aka oldindan ko'ra bilgan, haqiqatdan ham hali hech kim qilmagan paytda biz video darsni yozganmiz. Hali hech kim Ko'pchilik qilmagan, o'zini hali ovuntiradi. YouTube yo'q bo'lgan ko'pchilikda, hali Instagram bo'lmagan paytlarda biz u narsani oldindan tayyorlab borganmiz va shu orqali ham tanilganmiz. Ko'pchilik o'zini ovuntiradi shunaqa payt. Hech kimda yo'q-ku, biz ham qilamiz, nima keragi bor shu, shartmish hozir. Shunaqa zo'r. Bu benchmark yaratadi-da bu. Nima? Benchmark yaratadi. Haqiqatdan Profi Education o'quv markazi ko'p benchmark yaratgan, xususiy maktabi mana unaqa avtobuslarda olib ketish, olib kelish degan narsa. Buni masalan biz Yevropadan olganmiz, Amerikadan o'zi olib ketish. Hech kim qilmagan payti biz qilib ko'ramiz, qanaqa bo'ladi, bozor qanaqa qabul qiladi. Ko'pchilik hali bozor o'rganmagan, mijozlarim tayyor emas. Biz u mijozlarni tayyorlaymiz shu narsaga. Keyin profi maktablarda menga o'zimga yoqadigan bitta zo'r xususiyati bor. Balki bu narsani sizlar UTP qilib ko'rsatmasliklaringiz mumkin. Men sezmaganman. Oxirgi yillar bu narsani ishlatishni boshladingizlar, internatsional sinflar. Ya'ni har xil millatlardan bolalar bor va ular hammasi bitta qadriyat bilan shakllanadi. Oxirgi reklamalar shu narsalar keldi. Ungacha yo'q edi lekin bu narsa. Uni men birinchi o'rganganim, keyin sifatida aytib berganim o'sha 5-sifat o'qitaysizda bo'lsa, men shuni o'rganganimda kontentlarni ham o'zgartirib o'rganman. Ya'ni birinchi navbatda ota-ona o'zi nimani xohlayapti, unga nima kerak? Ota-ona tanlaydigan asosiy narsa bu o'qituvchi. Ya'ni o'qituvchini izlab keladi. Masalan, boshlang'ich ta'lim bo'lsa ham, mana shu o'qituvchini deb ochirta turadiganlar borda. Xo'p, bu o'qituvchining zo'rligini hamma ham bilmaydi, keyin shuni zo'rligini ko'rsataylik. Har xil yo'llar bilan, har xil videolar bilan. Sasanli videolardek promo ko'rinishda o'qituvchini qiynalib, jarayonlarni ochib berishi, darslarni o'tishi, keyin bolalar bilan bola tushunmayotgan joyda unga yordam berishini ko'rsatib beradi. Va menda keyin shunaqa ana bo'lgan, bizning maktabimiz Mirobodda joylashgan, faqat rus sinfga ixtisoslashgan, ya'ni profi school. O'zbek sinflar yo'q. E'tibor berib qarasam, har xil millat o'qiydi. Qozoq ham bor, qirg'iz ham bor, ukrain, belarus, rus, hammasi bor, tojiklar ham bor. Kelinglar, bu cho'ta nimadir qilishimiz kerak, buni hammasini ko'rsatsak, bizda diniy bag'rikenglik, tolerantlik. Va biz shunaqa qilganmiz, yosh bolalar hammasini olib chiqqanmiz videoda. Hamma millat, koreys ham bor, hammasini prosta chiqaradi, o'zini tanishtiradi. Masalan, men Nodir, tasida o'zbek. Hamma o'zini milliy formasida, kiyimida. Ko'rgan ota-ona bola emotsiyasi va bola va ta'sir ko'rsatadi. Shu bo'yicha anaqa qilgandan keyin oxirida biz bitta oila, biz bitta dunyoda yashaymiz, bitta yerda yashaymiz va biz bitta maktabda o'qiymiz degan anaqa bo'lgan, slogan bo'lgan va oxiri shu video paydo bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqqa qo'yib, unga target yoqqanman. Target yoqqanda faqat prosmotrga yoqqanman. Ya'ni unda sotuv kutmaganman-da. Prosmotrda yoqqanman, prosmotr orqasidan sotuv bo'lib ketgan va sotuv qanaqa desangiz, o'sha videodan keyin koreyslar, boshqa millat mansublar juda ham ko'payib ketgan. Keyin mana shu narsani anaviga gaplashib o'tirganda anavi kelgan, direktor bilan anavi qilganimizda, koreyslar bitta narsani yoqtirar ekan. Ular koreysni ko'rsa, o'sha joyga talpinaverar ekan. Chunki koreys millatiga mansub-ku. Agar koreysni ko'rsa, endi Mirobodda koreyslar juda ko'p. Ya'ni bizlarni qilgan oddiygina mana shu videomiz orqali koreyslarni juda ham ko'paytirib o'rganamiz. Ya'ni ular o'zini ko'rgan, anavini koreys millatiga mansub bolani va o'shandan keyin bolalarni olib kelgan, boshqalarni. Darsda uyga vazifalarni qilganingiz turtki bo'lib ketgan ekan-da. Shunaqa. Profi maktab hozir nechta? Hozir maktabimiz bitta, shu Mirobodda joylashgan. 600 nafar bola o'qiydi. Sig'im qancha o'zi? Sig'imimiz 600 tadan sal ziyod, 650 talar. O'sha to'la bo'lgan. Uni kengaytirishga harakat qilamiz, orqa tarafini kengaytirishga. Hozir faqat bitta. Faqat bitta. Oldin Beruniyda edi. Oldin Beruniyda ham maktabimiz bor edi, uni universitetga oldik. Hozirchi? Hozir universitet u bino. O bino universitet, qaysidir fakultet bu yoqda-da? Fakultet. Sizlarning asosiy binoinglar unaqada Bekobodda. Bektemirda. Bektemirda. Agar universitet bo'lsa Bektemirda. Universitet. Hozir bizda o'quv markazi ham bor, maktab ham bor. Navoiy shahrida bog'chamiz, endi biza ta'lim klasteri, bog'chadan boshlangan, faqat texnikum yo'q, kollej yo'q, qolgan hammasi bor. Ya'ni bog'chadan kollejga taklif ketaveradi. Bir boshdan agar uni keladigan bo'lsak, siz hozir o'quv markazi maktab bilan boshlandi. O'quv markazi maktab bilan boshlandi. 2021-yilda dekabr oyida universitetga litsenziya oldik. Va universitetga ham men ishlashni boshladim. Xo'p, hozir 3 ta proyekt bo'ldi. Marketing komandasiga qiyin bo'lgani yo'qmi shu paytda?
Endi boshida to'g'risini aytib qarasak, jamoa kichik edi, hammasini boshqarishga harakat qilardik. Qarasak, uspet qilmayapmiz, uje kengayishimiz kerak va har bitta hozir filial uchun alohida jamoa qilib qo'yganman va mani vazifam faqat ularga to'g'ri strategiya qilib yo'naltirish, qolgan hammasini bolalaringiz olib ketadi. Ya'ni men bu uchun qanaqadir Notion yoki qanaqadir nimadan foydalanmayman, hammasi Telegramda. Har bitta Telegramda Profit School uchun alohida bitta gruppa bor, universitet uchun alohida bor va umumiy hammamiz yig'ib turadigan bitta gruppa bor. Ya'ni bir-birimizdan ideya olish uchun, muhokama qilish uchun har xil narsalarni. Demak, uchta loyihani o'zingiz jamoangiz bor. Hozir necha kishilik jamoa? Hozir jami 20 nafarga yaqin. 20 nafar bu. 20 nafar u hozir Xodim media bor. bo'yicha ham, Mediada, marketing ham, marketing reklamasi bu hammasini boshqaryapsiz. Shunaqa. Zo'r. O'zingiz necha yoshdasiz? O'zim 26 yoshda. Zo'r natija. 20. Xo'p, endi o'sha boshqaruv masalasida nima qiladigan bo'lsak, gaplashadigan bo'lsak, mana qachondan siz o'zizda mana kursga borib, strategiya haqida o'rganishim kerak ekan degan anu stiklarni patologni yorib chiqa olmaydi hamma ham. O'sha hammada bitta qobiqchasi bo'ladi. Men zo'rman, hozir nomer 1man, yorib yuboraman, menga o'xshab rezultat qilganlar qani, bir kelsinchi gaplashaylikchi deydigan payt bo'ladi. Lekin siz o'qishdan to'xtamayapsiz, rivojlanishdan to'xtamayapsiz. Qachon shu signal bo'ldi, shu qolganlar ham ko'rib, shunga o'xshagan signal menda ham bor. Bir agar shunaqa joyga yetib kelgan bo'lsa, demak, yana dal shu o'sish uchun bitta qadam qo'yish kerak ekan degan signal qachon bo'ldi sizda? Yo, buni Bektosh aka aytdilarmi sizga? Yo'q, doim o'sishga harakat qilganim sababi, men o'zimda shunaqa narsa bor edi. Ya'ni, men nimadirni bilaman deb olmardim. Ya'ni, nima desam bo'ladi? Hamma narsani bilaman emas, keyin narsani bilmaydigan narsani birovdan so'raman. Ya'ni eshitishni yaxshi ko'rardim. Oldin eshitib, uni diqqat bilan, qani bu qanaqa fikrda ekan, men qanaqa fikrdaman degan narsa bo'lardi va shu Bektosh aka ham, ustozlarim ham, to'xta, sanda salgina narsa bo'lyapti, sen ozgina o'sishing kerak. Yoki bo'lmasa mana joyda xato qilyapsan, yoki bo'lmasa menda ko'p nasmatreniya deyiladi, ya'ni ko'rish, kuzatuv ko'p bo'ladi. Chet eldagilar bilan doim solishtiradi. Nima uchun bizda unaqa narsa emas, bizda bo'lmayapti. Faqat o'zimizdagi ta'lim bozorini emas, balki boshqa bozorni ham. Masalan, qurilish bozorlarini yoki bo'lmasa fast food bozorlarini kuzatib, u yerda qilingan marketing instrumentdan qanaqa qilib ta'limga adaptatsiya qilishga harakat qilardim. Chunki ularni men qanaqadir ko'rganimda rohatlanib maza qilardim ularning qilgan ishidan. Va menda anavi bo'lgani qurilishda masalan, men keysni aytaman. Masalan, maktabda qurilishda taq ovozlar bilan video qilgan chet el kompaniyasi, qaradim, ovoz xuddi ana televideniyada kino bor edi, faqat tabiatni ko'rsatadigan televideniyadacha, aniq eslolmayman o'z nomini. O'shani ko'rib faqat ovoz bo'lardi-ku. Ya'ni hayvonlarning ovozi, ov shunga u nima qilgan asli. Endi u bir 3 yillik narsada taq qilib qurilishni ko'rsatgan faqat chet eldan quryapti, ko'tarilyapti, bino ustalar, hammasi joyiz u. To'xta, nima qanaqa ta'limga qilsa bo'lmaydi shu narsani degan narsa paydo bo'lganda. Zo'r qilsa. Ta'limga qilsa bo'lmaydi. Keyin xuddi shu narsani maktabga qilganmiz. Maktabdagi jarayon qiziqgan menga. Zavnok chalinishi, o'qituvchi qo'l ko'tarishi, man deyishi, tanaffus jarayoni yo'l. O'sha narsani qilganimizdan keyin uni target yo'qan, u ham uchib ketgan. Ya'ni qiziq ota-onaga faqat muzikaga yig'gandan ko'ra videoni tabiiy jarayonni olib chiqaylik. O'zini ham bolaligini eslab, bolaligini eslaydi, yuribdi bir-biri bilan xursand, bir-birini quchoqlaydi, anav qiladi. Shunga o'xshagan jarayon. Bu yerda eng muhim narsa menimcha o'zini ko'rgan. tabiiy Beradigan kommunikatsiyada mijoz o'zini ko'rgan. O'zini ko'rgani uchun u his qiladi, unga emotsiya bunaqa beradi va haqiqiy maktab hayotini ko'rganda va shuni orqasidan yaxshi mijozlarni olib kelganmiz. Va men shundan keyin anav kelgan, to'xta, значит, tabiiy narsa odamlarga yoqadi. Hozir faqat tabiiy narsaga urg'u beramiz. Faqat tabiiy narsa. Blogerlar bilan ishlayotganda, ambasadorlar bilan ishlayotganda ham ularning videosini kelib, masalan, to'g'ridan-to'g'ri reklama qilmaydi hech qachon. Ular haqiqatan jarayonga kelib qatnashadi va o'sha narsani yoritib beradi. Shu o'rinda aytmoqchi edim, sizlar ana blogerlar mavzusi ochilganda Timur Alixanov bilan universitetlar ambasadorligini olgan, bu katta auditoriya va men o'ylaymanki, oxirgi 2 yil 3 yildan keyin Timur necha yil bo'ldi tanlanganiga? O'tgan yil tanladim. O'tgan yili tanlandi. 2 yil 3 yildan beri Timur Alixanov unaqa o'sha bloger pozitsiyasini maqsad qo'yish, change maker, ya'ni o'zgartirish, ichkaridan o'zgartirish degan arxetipni olib chiqyapti-da, pozitsiyalarni shunaqa olib chiqyapti va profini pozitsiyasi ham shunaqa, ya'ni qutidan tashqari fikrlar degan unaqani olib chiqyapti. Eng muhimi
o'zini shaxsiyatida ham bu narsa bo'lyapti-da. Ha, va uni yolg'ondan qilmayapti-da, haqiqat ishlari bilan, amallari bilan amalga oshiryapti. Shuni zo'r tanlagansizlar. Haqiqatda bu qanday yetib kelgan bu Timur Alixanov tanlanishi, arxetip masalalari yoki boshqa O'zi bizani masalalar? shior siz aytgandek think out of the box, ya'ni qobiqdan tashqari fikrla degan narsa bu maktabimizdan boshlab universitetimizgacha, ya'ni nostandart fikrlashni doim bizani asoschi Bektosh aka doim ta'rif qiladilar va u kishining eng zo'r yoqadigan taraflari xodimlarga ishonch bildiradilar bo'lish. Ya'ni oxirida kuzatib yurmaydi. Ya'ni sistema qilingan, xodimga ishonch bildiriladi, riskdan qo'rqilmaydi. Hamma xato qiladi, lekin o'sha xatoni to'g'ri xulosa qildi, u narsani qaytib takrorlama degan narsa bo'ladi. Ya'ni odamga boshqa bir odam ishonch bildirib turgan bo'lsa, siz harakat qilasiz o'sishga. Ya'ni tepangizda kimdir turib, qani nima bo'lyapti deb tursa, sizni ishlagingiz ham kelmaydi yoki qanaqadir ideya bo'lmasligi mumkin. Ya'ni biz nimadir narsa o'ylasak, shu narsani qilib ko'raman desam, yo'q degan narsa bo'lmagan. Chunki mediaga yoki bo'lmasa marketingga xohlaydigan narsa shu deb o'ylayman. Ya'ni nimadir narsa o'yladingiz, shu narsani qilib ko'rishingiz kerak. Masalan, pul ketishi mumkin yoki boshqa narsa ketishi mumkin. Bu narsani qilib ko'ramizda, o'xshasa, o'xshab ketdi zo'r va rag'bat eshitamiz. Agar o'xshamay qolsa, hamma joying yemabdi deb ham gapirmaydi. Ya'ni o'zlari ham biladi, marketing doim nimadirdan iborat bo'lgan narsa. Ya'ni doim test qilib ko'rasiz. Nimadir o'xshash yoki o'xshamas hech qachon bilmaysiz. Hech qachon bilmaysiz. Ya'ni shu narsa bizdan o'sishimizga yordam bergan. Hozir jamoa bilan ham xuddi shunaqa tarzda xohlagan narsani sinab ko'ramiz. Bizda umuman senzura yo'q. Nimadirni sinab ko'ramiz. O'xshamasa, xulosa olamiz. O'xshamadi, keyin ikkinchi narsani sinab ko'raylik. Xo'p, hozir kontr savol bo'lishi mumkin-da. Hamma narsa shunaqa faqat gipotezalarni tekshirish bilan ovora bo'lamizmi yoki qanaqadir konstantalar ham bormi? Tekshirish uchun qanaqadir chegaralar bormi sizlarda? Misol uchun byudjet masalasidadir yoki muddat masalasidadir. Qanaqadir bir proyekt yonib turgan payt nimanidir test qilish menimcha unaqa bir hammaga ham bir komfort bo'lmasa kerak. O'sha qanaqa chegaralar qo'ygansiz, shu qo'yganlarga ham bir nima deydi, gipotezalarni bir tasdiqlash uchun. Bizda oldindan marketing plan beriladi, 1 yillik. Masalan, biz xohlayotgan narsa, masalan, yilda masalan 200 ta yangi o'quvchi olishimiz kerak. 200 ta yangi o'quvchi olishimiz uchun biz aniq strategiya planlarni tuzib chiqamiz. Endi nimalar qilamiz bu uchun. Aniq keladigan yo'llarni bilaman. Endi nimalar keladi, shu vaqtgacha qilingan ishlar. Endi shu ishlarni barobarida boshqa bir yo'lni ham sinab ko'ramiz. Masalan, aytaman, hozir mana bu narsa ishlayapti. Masalan, Telegram Ads hozirgi paytda aktual. Kelinglar mana bu narsani ham sinab ko'raylik. Hozir budjetimiz mana bunga kerak bo'ladi shuncha, lekin plus ozgina mana bunga tortib bersangiz 10%, 15% buni ham bitta sinab ko'ramiz. Demak, muhim joyi ishlashi aniq bo'lgan instrumentlar qo'yib kafolat berildi unga. Undan ortig'iga sinov ketyapti. Sinov ketyapti. U shu menimcha yaxshi. Ya'ni men doim bilaman, mana shu narsa ishlab turibdi, davay ketaveramiz bitta yo'ldan. Ikkinchi yo'li to'xta, doim bu bilan bo'lmaydi-ku. O'zgaradi. Qo'shimcha kanallar. Nimadir kanal qilishimiz kerak. Shundagi ozgina budjetni bunga o'tkazib, uni ham sinab ko'ramiz, natijasi bilan bo'lishamiz. Primerda qancha? 15-20% atrofidami yo sal ko'proqmi? 15-20% atrofida. Sinab ko'rib, o'zi natijasi bilan bo'lishamiz. Agar natijasi bizdan qoniqtiradigan bo'lsa, o'zi budjetimizni bunga qarab oshirib boramiz. Super. Super. Zo'r. Menda savol bo'lyapti. Mana siz 3 ta направление, 3 ta yo'nalishga marketing strategiyalari tuzishga, uni realizatsiya qilishga mas'ulman deyapsiz. 20 kishilik jamoa bor deyapsiz. Uchalasini mijozi 3 xil. Ya'ni uchalasini mahsulot ishi job stividan deydi. 3 xilda. Bog'chaniki unaqada ta'lim bor, lekin aslida uni kutuvlari, boshqa boshqa-da. Ya'ni bu degani uchalasiga 3 xil направление yo'nalishda strategiya ishlab chiqish kerak degani. Qanaqa ajratasizlar? Har qanchada strategiyani yangilab ko'rasizlar? Yoki qanday qilib bilasizlar maktab uchun strategiya tuzishda nimadan foydalanasiz? Qanaqa instrumentlardan? Universitetda nimadan foydalanasiz? Chunki uchalasini auditoriyasi 3 xilda. Hozir bog'cha loyihamizda men o'zim ishlamayman. Men ishlaydigan loyiha faqat maktab, universitet va hozir turizm ochganmiz. Turizm sohasida umumiy strategiyani o'zim qilib beraman. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Umumiy birinchi biznesmen xohlayotgan narsani eshitamiz. Jamoa bilan nima kerak? Qanchaga o'sib bilamiz va qancha bizning o'zimiz patologimiz bor. Masalan, o'zi bino sig'imi 700 ta bo'ladigan bo'lsa, biz uni 800 ta qila olmaymiz. O'zi noreal narsa. Biz o'sha 700 ta agar yetmayotgan bo'lsa, 700 ta qilish uchun nima ishlar qilishimiz kerakligini aniq belgilab olamizda. Umumiy marketing jamoada keyin shu narsani bo'lib chiqaman. Ya'ni kim nimadan kim chiqadi, nima qobiliyati bor bolalarni. Masalan, bolalar bor, tepada masalan videograf ham tepasida boshlig'i bor. Ya'ni u o'sgan jamoa bilan keyin o'zi ko'tarilgan va u videograflarni boshqaradi.
Men faqat bu bilan yaxshi gaplashamanda, qolganlar bilan u gaplashadi. Funksional Ya'ni taqsimot funksional qilingan. taqsimot qilingan. Mani ko'zimda men endi operatikada doim yuraman. Ya'ni bu mani vazifam kirmaydi degan narsa menga umuman yo'q. Men video boshlanishidan tugallanguncha o'zim ishtirok etaman. Joy kelsa, chiroqlarni ham birgalikda ko'tarib borib o'zimiz olamiz. Chunki mahsulot ertaga paydo bo'lganda, ya'ni video tayyor bo'lganda, uni natijasi menga qiziq. Va ertaga u videoni orqasidan men bilaman va mijoz xohlayotgan narsani men bilaman. Va men o'sha jarayonda ishtirok etgan holatimda video guruhlarning ideyasini ham o'zgartirib yuboraman. Ya'ni qanaqa? Ular faqat kamera ko'zi bilan qaraydi. Chiroyli narsa, chiroq, svet, yarki bo'lishini xohlaydi. Siz marketolog sifatida mijoz nima xohlashini bilasiz. Va mijoz xohishdan kelib chiqib joyini o'zgartirasiz. To'xta, mijoz mana bunaqa gapni yoqtiradi, sen mana bunaqa gapirtir odamni. Menga chapdan olib berasanmi, o'ng tarafdan to'g'ridan-to'g'ri u narsa menga qiziq emas. Menga mana shu narsani gapirib berish kerak. Muhimi anaqa filosofiya yadroni ko'rsatib Shu beradi. narsani ko'rsatib berish kerak bo'ldi. U narsani men yetkazib beraman, uni keyin o'zini texnikasidan kelib chiqib olib beradi bolalar. Zo'r. Shu narsa. Hozir o'zi ustozlardan ham boshqa anaqilardan o'rganganimiz o'sha biznes zadacha bor. Ya'ni biznesning o'zining imkoniyatlari, ya'ni boya aytyapsizki, siz 700 ta kerakmi, biz 800 ta qilib bera olmaymiz, imkoniyatimiz yo'q deyapsiz-da. Biznes zadacha bor. Berilgan biznes vazifani marketing vazifaga aylantiryapsiz, ya'ni jamoa bilan muhokama qilyapsiz. Kim nima kompetensiyaga javob beradi, vazifalar bo'lib beryapsiz va shu vazifalarda insaytlarni kommunikatsion vazifa qilyapsiz-da, videolar orqali, targetlar orqali, ETL, BTL eventlar orqali sizlar boshqalarga yetkazib beryapsiz. Shunaqa. O'zi brend qurish vazifasi asosan bizga qaratilgan narsa, chunki hozir brendga odamlar ishonadi. Как раз endi shunga yetib kelyapti. Shunga kelayotganda bermoqchi yaxshi joyda. Давайте bo'lmasa bitta kes aytib bering, yana savollar bor. Maktabimizda zo'r holat bo'ldi. Ya'ni biz ham maktabimizda shunaqa sistema qilganmiz, bolalarni imtihon qilib olamiz. Ya'ni pulim bor degani kelib o'qiy olmaydi. Biz imtihon qilib olamiz. Imtihon ham chunki maktab to'lada matematika, ingliz tili bo'yicha bola to'la, biz hammani ham ola olmaymiz. Biz ularni sortirovka qilib olishimiz kerak. Bola matematika va ingliz tilini imtihon topshiradi. Kelyapti bola, rus tilini biladi, 100% emas, qiynaladi. Biz aytdik unga, ya'ni birinchi bo'lib zavch ko'rishadi va u testni oladi va testni olgandan keyin ota-ona bilan suhbat bo'ladi. U direktor bilan bo'ladigan narsa. Direktor bilan bo'lgan suhbatda ota-ona kelib, "Mani farzandimni nima uchun olmayapsizlar?" Ya'ni imtihondan o'tganda, lekin til bilish darajasi past. Qiynaladi chunki hamma rusku atrofida. Buni rus tilida bilish, o'zbek tilida o'qigan. Men bilmayman, olasan, men pulim borki, men pul. Ol degan narsa. Keyin direktorimiz endi doim ota-ona bilan gaplashgan, ana o'qiganlarda tajribasi bor. Yo'q, sizni anavni ola olmaymiz. Sababi bola ertaga qiynaladi. Bu bolaning psixologiyasiga ta'sir qiladi. Chunki u rus tilini bilmaydi, atrofdagilar hamma anavi, u ertaga o'zi qiynalib qoladi. Bu menga emas, masalan, men oladigan bo'lsam, ertaga bu o'zini bolangizga anavni psixologiyasiga ta'sir qiladi degan narsa bo'lgan. Keyin yo'q, men kattalarga chiqaman, kerak bo'lsa boshqa joylarga chiqaman. Olasan. Bektor akani taniymanman. Ya, Bektor aka endi asoschi umuman aralashmaylar, chunki hamma direktor topshirgan direktor bir tomondan. Direktor o'zi hal. Nima bo'ldi deb so'rashi mumkin. Vaziyatni direktor tushuntirganda, bo'ldi, o'zlaring hal qildik, bo'ldi. Ya'ni ular Bektor akadan ham tepaga chiqmoqchi bo'lgan. Ya'ni vazirlikka chiqaman, unga chiqaman, bunga chiqaman. Qarchi olasan. Keyin ololmayman degan narsani to'g'ri direktor tushuntirib berganda, ota-ona xo'p mayli deb ketgan va buni orqasidan ular bizdan norozi bo'lmaganda, biz uni to'g'ri tushuntirib direktor bilan qilganmiz va orqasidan boshqa bir ota-ona so'raganda tavsiya qilganmiz. O'zi norozi bo'lib ketish kerak. Pulim bor, deb turganda ota-ona biz unga to'g'ri tushuntirib, mijoz anav qilib, sizni bittadan gapingiz menga anav yoqqandi o'sha paytdan darsda. Marketing to'g'ri qil, mijozing rozi qil degan narsa, xuddi shunaqa. Marketing rizo marketing. Ya'ni biz mijoz xohishdan kelib chiqib, biz unga to'g'ri tushuntirdik va u bizdan norozi bo'lib ketmadi-da. Uyga borib, masalan, uylab, haqiqatan ham keyin ertasiga boshqa bir yaqin do'stda so'raganda maktabni, mana bu maktab bor. Menga yoqqan taraf shu bo'ldi. Pulim bor ekan, deb hammani ham qabul qilmayapti-da, to'g'ri bizga qadacha beryapti, tushuntiryapti bizani xatomizni va bizani to'g'ri yo'lga boshlayapti deb orqasidan mijoz kelgan. Ya'ni shu narsani biz xohlaymiz. Biz universitetda ham xuddi shunaqa narsa. Puling borki, men o'qiy degan narsa, biz imtihon qila olamiz. Biz universitet ochilgan paytdan boshlab, universitet ochilgan paytdan boshlab imtihon qila olamiz. Xususiy universitet, sanlar xususiy-ku, hamma olaversang bo'ladi. Yo'q. Bizning asosiy maqsadimiz ta'lim sifatini oshirib borish. Chunki kelajakda biz xohlaymiz universitetimiz orqali bitirgan odamlar qayerdadir biron bir jamiyatni o'zgartiradigan odam bo'lsin. Super. Men shu narsani hozir podkast zapis boshlanishidan oldin gaplashib turdik. Ekosistema.
Ya'ni bog'chani bitiruvchisi maktabga borsin, maktabni bitiruvchisi institutga borsin, endi institutni bitiruvchilar qayerga borsin desa, mana biznes loyihalar paydo bo'lyapti. Endi shu savolni ko'pchilik institutlarga bergim kelardi. Endi sizlarga beraman shu savolni. O'zlaringiz bitirgan bitiruvchilarni, o'zlaringiz tayyorlagan bitiruvchilarni o'zlaringiz ishga olgan bo'larmidingizlar deb institutlar o'ziga o'zi savol bersa, ko'p institutlar yopilib ketishi kerak. Qaytib o'zing ishga olarmiding deb. Lekin sizdan eshitib juda ham xursand bo'ldim. Loyiha tashkil topdi. U loyihada asosan o'zimiz bitiruvchilar ishlayapti dedingiz. Shu to'g'risida ham gaplashib boshlasak. Biz universitet loyihamizdan keyin universitet ichida ekosistema qilishga harakat qildik va bizda o'zi profi karyera degan loyihamiz bor. Ya'ni talaba birinchi kurs o'qishga kirgandan boshlab 4 yil davomida o'qish davomida o'zini karyerasi uchun portfolio yig'adi. Rezyume tayyorlashdan boshlaydi va Student Unionning ichidagi narsa. Va biza keyin to'xta bu bilan cheklanib qolmaylik va boshqa ish qilib ko'raylik. Va biza o'ylagan narsa hozir tur agentligi ochdik. Uni nomi Unitur. Va Uniturni ishlaydigan anavlar birinchi nima qildik? Biza Unitur uchun Unitur bu universitetdan olinganmi? Universitetdan olingan nomidan xuddi shunaqa Uniturni ochdikda va bunga kerak bo'ladigan odamlar kim? Tur operatorlar kerak, marketologlar kerak, buxgalter kerak va bu bemalol kichik kompaniya bo'lib ishni boshlasa bo'ladi kichik biznes sifatida. Va biza shunaqa odamlarni o'qitdik. Ya'ni o'zimiz talabalarimizni boshqa bir mutaxassislarni chaqirib shu sohada o'qitdik va hozirgi paytda ular hozir Uniturda ishlayapti va o'zini sohasida, turizm sohasidagi bolalar birinchi kursdanoq pul topishga o'tgan. Ya'ni daromadga ham o'qib, ham ishlash sharoitiga o'tgan va buni orqasidan masalan kimdir ketmoqchi bo'lsa chet elga jo'natadi, kimdir chet elga olib kelmoqchi bo'lsa inbound sistemasidan olib keladi. Tilni biladigan bolalar. Rus tilini biladi, ingliz tilini biladi va tur operatorligini o'qib chiqqan. Va jamoadagi bolalar ham marketingda o'qiydigan bolalar hozir copywriting qismiga yordam berib turibdi. Qaysidir qismi videoda yaxshiroq bo'lsa, u mobilografiya qismiga yordam berib, xuddi shunaqa hammasi ish bilan ta'minlangan bolalar. Bizani bir yechimlardan bittasini bilaman. Chunki universitetda daromadi doim ham talabani kontraktidan bo'lish kerak emas. Universitet boshqa daromad manbalarini qilish kerak-da va bu yaxshi keyslardan bittasi. Xuddi shunaqa keys qildik. Hozir bizani keyingi planimiz, hozir buni qilib bo'ldik. Bu ish boshladi. Gostinsa tarafda, Oybek metro tarafda, Rossiya gostinsasi tarafda o'sha filial ochib, o'zimizni bolalar borib ishlab, obedgacha o'qiydi, obeddan keyin ishlaydi. Ayrimlar sirtqida o'qiydi, sirtqilar ham xuddi shunaqa. Endi sirtqilar endi bemalol ishlaydi. Qolgani obeddan keyin borib o'zini grafika to'g'irlagan borib ishlaydi. Va bizning anonimiz 24/7 ishlash anonimsi. Unitur 24/7. Xuddi bu shunaqa. hozir turizm sohasida yangi benchmarklardan bittasi bo'lishi mumkin-da. Aviakassa qilib ham qo'yganmiz, 24/7 ishlaydi, almashib bolalar. Xuddi shunaqa sistemada. Va bizning keyingi planimiz hozir bizda marketing yo'nalishi bor. Biz shunga qarasak, marketingda o'tgan yil ana отчетni olib qarasam, bu nimadan bo'lgan bilmayman, marketing yaxshi qilganmizdanmi? Boshqa universitetlarga nisbatan juda ham ko'p o'quvchi biz yig'gan ekanmiz marketing yo'nalishida. Xo'p, biz marketing yig'gan ekanmiz. Xo'p, bularni boshqa yo'nalishda qilsak bo'lmaydi. Hozir bizda plan marketing agensiya ochish. Super. Universitet ichida ekosistema marketing agensiya ochamiz, talabalarimizni o'qitamiz. Talabalarimiz boshqa bir biznesga xizmat ko'rsatadi. Chunki bozorda kichik bizneslar juda ko'p va ular to'g'ri hali marketing qila olmayapti va biz ham ularga yordam beramiz. Va talaba birinchi kursdan boshlab shu bemalol ish bilan ta'minlanadi. Super. Mana shu joyda memorandumga shuna qo'l qo'yib yuborsak bo'ladi. Kubik hamjamiyati bilan. Shuni aytdim, kollejda masalasida bizlarni rejamiz ham bor. Kubik keyinchalik endi yaxshi niyatlarimiz bor, kollej qilish niyatimiz bor, maqsadlarimiz bor, to'g'risi. Balkim birgalikda ishlarimiz, balki. Endi menda bir savol bo'lyapti. Men hozir ko'ryapman, zo'r hamma qilayotgan ishlaringiz zavqlanib gapiryapsiz-da, maza qilib, nima qilib gapiryapsiz. Lekin haqiqatki biznes raqamlar yaxshi ko'radi. Biznes raqamlar yaxshi ko'radi. Har oy nima отчет berasiz? Qaysi raqamni jamoaga, biznes egasiga taqdim qilasiz? Qaysi payti dakka eshitasiz? Qaysi payti rag'bat eshitasiz? Marketing faqat shunaqa xursandchilik. Shuni aytmoqchiman. Stresslar ham bormi? Stress ish jarayonida stresslar albatta bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Bizda o'zi universitetimizda qabul iyun oyidan boshlab endi oktyabrgacha davom etadi. Universitet loyihamizda. Endi u vaqtgacha biz nima qilishimiz kerak? Biz faqat brend o'rnatishga ishlaymiz. Ya'ni brend imiji uchun ishlaymiz. Bizda qanaqa loyihalar bor, talabalarni qanaqa qo'llab-quvvatlaymiz, talabalarga nima imkoniyatlar beramiz, hammasini yoritib borishga harakat qilamiz. Bu yerda bizning asosiy ko'rsatkichimiz bu prosmotrlar soni va xatlarimiz oshishi.
Biza har xil trendlardan foydalanib, masalan, prosmotr olishga harakat qilamiz va u narsani o'zimizga adaptatsiya qilamiz ta'limga. Va hozirgi paytda примерно bizga 1,5-2 million base target axbat bo'lib turadi. Universitet o'zidan ko'rsatkich. Hali bizda qabul yo'q. Shuni o'zidan shunaqa axbat yig'ib turamiz va qabulgacha. Odamlar bizani tanisin, bilsin, eshitsin. Va keyin biza bu narsani marketing instrumentlaridan foydalanib, ularga biza qabul boshlanganini e'lon qilamiz va natijasi bo'lishamiz. Maktab holatida qanaqa bo'ladi? Maktabda yillik qabul bo'ladi bizada. Faqat aniq sezon oylari bor. Sezon oylari deganim qish payti kanikul. Chorak almashganda o'quvchi, chorak almashganda o'quvchi yaxshi keladi va u ham eng asosiy sezon oyi bu qish paytida. Chunki katta anavi kanikul va maktabni almashtiradigan payti yaqinroq bo'ladi. Hozir siz shu CGM ketma-ketliklari bo'yicha показательlarni aytyapsiz. Xo'p, sizda o'sha oradagi konversiya ko'rsatkichlari har yil yangilanib boradimi? Bu bo'yicha plan qo'yilgan. Misol uchun, prosmotr yaxshi ketyapti deb aytyapsiz. 1 million 200 organik axlat bo'lyapti. Okey. Bu yaxshimi yo yomonmi degan savolda menda doim shubha bor-da. Kim uchundir bu zo'r bo'lishi mumkin, kim uchundir yetmasligi mumkin. Sizlarning holatlaringizda shu raqamlar qo'yib kelinganmi shu ketma-ketlik bo'yicha? Misol uchun biza 30% konversiyada ishlaydigan bo'lsak, prosmotrimiz buncha bo'lsa, undan keyin buncha engagement bo'ladi, engagementdan keyin shuncha переход bo'ladi, переходdan keyin shuncha call centerga tushadi, call centerdan keyin yana gaplashsak bu bo'ladi, undan keyin buncha sotuv bo'lishi mumkin. Oxirida xullas 10 ta sotishimiz uchun 1 millionta pakas bo'lishi kerak ekan degan o'sha formulalar hammasi bir-biriga ulab kelinganmi, shu mantiq bog'lanish bor. Qabul paytida bu aniq bor. Hozirgi paytda bizda aniq ko'rsatish bilmaymiz. Sababi faqat brend awarenessga ishlaganimiz uchun, faqat biz o'lchaydigan narsa obunachilar soni oshib tursa, baronkani tepasi, vavludchamiz oshib tursa, biz shu bilan oshayotganimizni bilib turamiz. Endi har oyda ko'rsatkichni показатели bo'ladi. Masalan, yanvar oyida bunaqa holat bo'ldi, fevral oyida bunaqa holat bo'ldi. Aniq sonlarda men ko'rsatib beraman. Qanaqa o'sish bo'lganligini va qanaqa holatda o'sganligini. Qanaqa videolar ta'sir qilgan o'sishiga, shu narsani aniq ko'rsatib beraman va layklar soni bo'ladi, ko'rishlar soni bo'ladi, uning ichiga CTRlar bo'ladi, hammasini ko'rsatib beraman. Biz organik ko'rinishdagi holat. Endi qabul paytida bu qanaqa bo'ladi? Siz aytgandek, qabul paytida biza o'quvchi, masalan, planimiz 3000 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, biza o'tgan yilga ko'rsatkichlar olib qarasak, biza imtihonni o'ziga 44 mingdan ziyod odam olib kelganmiz. Imtihonni o'ziga. 44 mingta odamni olib kelishimiz uchun biza 300 mingdan ziyod odamlar bilan gaplashganmiz. Buni olib qarasa. Va bu aniq ko'rsatkichlar bo'yicha ketgan. Ya'ni 44 mingta odamni olib kelganmiz, 9 mingdan ziyodi haqiqatan talaba bo'ldi degan baxtga erishgan. Ya'ni bizani ballni qo'lga kiritgan, 80 balldan yuqori olsa, bu student bo'ladi. Olgan va bu bilan masalan ko'p bizneslarda bo'ldi, men 9 mingta o'quvchi yig'dim degan narsa bo'lmasligi kerak. Chunki to'lash ham kerak. Endi qachonki biznesga to'lov bo'lsa, u qabul qilinadi. Bizda 9 mingdan ziyodidan ichidan 3100 ta to'lov bo'lgan va 3000 ta biz qabul qilganmiz. To'lov egaziga men 9 mingta bor deb yurmaganmiz. Biza 9 mingta o'qishga kirdi, lekin ularning boshqa varianti ham bor. To'g'ri. Chunki universitet tanlashda boshqa faktorlar ham ta'sir ko'rsatadi. Lokatsiya bo'ladi, shuni aytmoqchi edim. Kontraktni narxi arzon, anonsi yoki bo'lmasa yo'nalishlar bo'lishi, yo'nalishlar, o'qituvchilar, shunaqa faktorlar unga ta'sir ko'rsatadi va oxirida u qarorni qabul qiladi. Sizlar o'tgan yili yangi bino ochdinglar. O'tgan yili yangi bino ochdik. Bu yil yangi litsenziyani qo'lga kiritdik yana. Bu yil yana kengayamiz, xudo xolisa. Planlar ochilishga borgandim, dumaloq bino qilaman, o'tgan yili borgandim. Aylana ko'rinishda ochganmiz. Uni chet el universitetlaridan olib, xuddi shunaqa ichkaridagi muhit ham xuddi shunaqa kirgan bo'lsangiz, chet el atmosferasi. Biz aytgandek, bizda aniq bir forma yo'q. Talaba o'zi xohlagan narsada keladi. Ya'ni bizani o'zimizda qadriyatlarda ham bir asosiy narsa bu bilim. Ya'ni talaba bu yerda faqat galstuk yoki formada kelish kerak degan narsa, bilim uchun kelyapti. U xohlasin tashqarida chiqib bilimni olsin. Tashqarida ham darslar bo'ladi bizda amaliyotlarda. Yoki bo'lmasa dars beradi, bilimni olsin, lekin u yerda birinchi navbatda qana galstuk degan narsa bo'lmas. Endi bizda davlat oliygohida o'qiganim, menda birinchi yoqmagan taraf shu bo'lgan. Galstukni qolib ketgani uchun men darsga kirmaganman. Men rosa ham xohlardim bundan buyog'iga universitetlarda qaysi fanlar o'qitiladi, kimni sharoiti qanaqa, imkoniyatlar qanaqa emas, konkret boshqa universitetlarga xalqaro benchmarklar bilan kimni universitetida ekosistema zo'r yo'lga qo'yilgan,
kimda student union yaxshi ishlaydi. Karyera markazi yoki tajriba olish markazi universitetda qo'shimcha loyihalarida talabalarni qanchalik vovlechёnniy ekanligi, u yoqda jalb qilinganligi, ishlayotganligi bu shunchaki talabani o'qitib chiqarib yuborish emas. O'sha talabaga birinchi klient men o'zimman. Mendan ortsa qolganligi boradi deydigan darajada talabani o'zi yaxshi ko'rsa, institut o'zi loyihalar bilan ta'minlashga shunchalik yaxshida. Chunki o'zing bitirtirgan talabani ishga olarmiding degan savol jiddiy savollar rostdan. O'zi biz universitet ochishdan oldin ham bizda kadr bilan muammo juda ko'p bo'lgan. Maktabimizda biz o'zbek maktabi ochmaganimiz sababi ham shu. O'zbek kadrlarni topa olmaganmiz. Ya'ni shu sohada yaxshi biz xohlaydigan professional kadrlarni topa olmaganimiz uchun universitet ochib, o'sha yana bitiruvchilar orqali biz shu narsani qurmoqchimiz. Ya'ni birinchi universitet ochilganda faqat pet sohasi bo'lgan bizda, boshqa universitetlar bo'lmagan. Boshqa yo'q edi. Faqat pet sohasi bo'lgan. Chunki maktabimizga biz xodim olmoqchi bo'lganmiz. Demak, hali keyinchalik maktablar tarmog'i yana kengayishi mumkin. Bu boshqa viloyatlarda ham filiallar ochilishi mumkin, universitetlarda ham franshizalar berilishi mumkin, boshqa narsa. Endi menda savol bo'lyapti. Hozir sizni tushuntirib berishingiz bo'yicha mana sotuvgacha sizda vazifalar bor. Ya'ni taniqlilik, brend awareness bo'yicha qabul paytida sotuv, universitet misolida qabul paytida bo'lyapti, maktab bo'yicha sezonga qarab bo'lyapti. Sotuvgacha sotuv paytida vazifalaringiz bor. Va ko'pincha aksariyat bizneslar, aksariyat marketologlar sotuvdan keyingi holatlarda ko'pincha unutib qo'yishadi. Bo'ldi, men bir marta sotib oldim, sotishga urindim yoki xizmatimni sotdim, bo'ldi. Dalshi shto degan narsada, sizlarda sotuvdan keyin qanaqa marketing instrumentlar yoki umuman olganda korxonalarning qiladigan ishlari bor? O'sha loyalligini oshirish uchun, NPSni oshirish uchun nimalar qilasizlar? O'zi men bu texnikalardan uncha ko'p foydalanmadim. Ustoz darslariga kirib qilgandan keyin foydalanish boshladim. Men qanaqa? Bizda o'zi masalan talabalarimiz soni 9000 dan ziyod. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta talabani o'qishga kirgandan keyin biz unutib qo'ymaymiz. U bizning mijozimiz va biz unga qayta sotishimiz juda oson. Yoki boshqa narsani sotishimiz oson, chunki bizning mahsulot xarid qildi, ishondi va tatbiq qilgandan keyin biladi. Va har bayramlarda o'zini shaxsiy ismi bilan unga SMS xabar boradi. Mana shuni yaxshi qilgansizlar. Ya'ni buni biz maktabda ham qilganmiz. Maktabda tug'ilgan kunim bilan, ota-onani tug'ilgan kunini tabriklaganmiz. Keyin bolani o'zini. Universitetda esa har bitta bayramga, universitetda tug'ilgan kuni sistemasini o'ylab ko'ryapmiz, chunki talabalar juda ko'p. Bayramlarda har bitta o'zining nomi bilan boradi. Eng zo'r yo'qadigan narsa bu nom bo'lgani uchun, siz aytgandek, haqiqatan bu ta'sir ko'rsatadi. Va o'sha vaqtda borganda bir 200 yoki 300 ta storieslar bizda atmetka bo'ladi. Bu tasavvur qiling, bitta odamni 1000 ta obunachisi bo'lsa qancha bo'lib ketadi? Ya'ni ko'rishi. User generated. Mani hech kim eslamadi, mani universitetim esladi. Men bunaqa fikrlarni o'qib, ana ularda men juda ham xursand bo'lib ketaman. Hech kim mani eslamadi deydi. Yaqin ota-onam hali eslamadi degan gaplar bo'ladi. Birinchi navbatda universitetim mani esladi. Zo'r. Birinchi shuni ta'sir ko'rsatadi. Talabalar orasida prikol ham borku, o'zim tabriklayman, baxtimga o'zim sog' bo'laydi. Baxtimga o'zim sog' bo'lay degan narsa biz birinchi bo'lib ularga xabar jo'natamiz. Har bitta bayramga o'zining nomi bilan, ism familiyasi bilan boradi, profi oilasini yaxshi ko'radi deb har bitta nomda o'zimizni shu narsani ko'rsatamiz. Zo'r. Demak, SMS target yuborasizda, yana qanaqa instrumentlardan foydalanasiz? Ularni NPSni oshirishgami? Umuman olganda talaba bo'ldi. Profiga pul to'lab o'qishni boshladi. O'sha student unionning funksiyalari haqida gaplashsak-da. Ya'ni talaba o'qishga kirdi, pulini to'ladi, kontrakt qilindi. Bo'ldi, uje marketing bilan sotuv bo'limini fokusidan ko'p universitetlarda chiqib ketadi ular. Bo'ldi, u shu bilan dekanatni qaramog'iga o'tadi. Dekanat injiqlik qiladi, ba'zi universitetlarda atcheniya qilishadi uni, bu pul to'layapti, bu mijoz bu. Buni olib kelishimiz masalan har bittasini qancha asabga, qancha pulga tushganda, o'rtacha hozir agar acquisition cost hisoblaydigan bo'lsak, bir mijoz narxini siz 40 mingta odamdan 3 mingtasini imtihonga kelgan 40 mingta odamdan 3 mingtasi o'qiyapti. U imtihongacha yana bir 300 ming, 400 ming odam bilan gaplashilgan. Gaplashishgacha bir milliondan ortiq odam axbat bo'lgan. Millionlagan odamning ichida 3 mingtasi sizda o'qiyapti. Bu qancha mehnatda chertib yuborganda gapda u. Kimdir qo'pollik qiladi, boshqa qiladi va hokazo va hokazo. Kimdir o'quv dasturidan ko'ngli to'lmaydi. O'sha holatlarda shu student support, student union deganda, mana universitetning ichida nima sharoitlar bor,
balki bu hozir talabalarga xuddi o'zini bir aldangandek his qilishi mumkin. Lekin haqqoniy aytadigan bo'lsak, talabalar o'zini aldanmagan his qilishi uchun, shu universitetda o'zini maksimalniy komfort his qilishi uchun nima sharoitlar qilib beryapsizlar marketing nuqtai nazaridan? Biza har bitta talabani o'rganib va ularni xohishdan kelib chiqib klublar yaratganmiz talabalarga. Bu ham Union'ni bir qismi. Ya'ni masalan, mobilografiya klubi bor, marketing klubi bor, buxgalterlar klubi bor, sayohatchilar klubi bor, hamma o'zini klubi bor va ular jamoa bo'lib yig'ilgan va bir-biri bilan muloqot qiladi, o'sha bo'yicha gaplashadi va networking ortadi. Va biz shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Rus va o'zbek bitta klubda bo'ladi. Masalan, Bu yoqda ham multinasionalist bor. Viloyatdan kelganlar masalan rus tiliga qiynaladi. Ular rus endi qachon rus tilini yaxshi o'rgansa bo'ladi, qachonki muhit rus bo'lsa, muloqot bo'lsa, oldingizdagi odam rus bo'lsa, siz harakat qilasiz. Biz shu narsani qilib qo'yganmiz. Ya'ni talaba bilan o'zbek bilan rus bitta klubda bo'ladi va bir-biri bilan gaplashadi. Harakat qiladi, nimadirni topib berishga, yetkazib berishga telefon qiladi, Google Translate qiladi yoki boshqa biladiganlar bir-biriga yordam beradi va uni hech qachon esdan chiqmaydi. Bu narsa. Ya'ni tilni o'rganayotgan paytida bu esdan chiqmaydi. Va keyingisi va bizadan rozi yoki rozi emasligini o'lchaydigan narsamiz har bitta xonada biza bilan bog'lanish uchun, asoschi bilan bog'lanish uchun QR kod. Ya'ni bemalol o'zini taklifini yozib biladi. To'g'ridan-to'g'ri asoschiga. Ya'ni bizada davlat oliygohlarida rektorga chiqish juda qiyin edi. U bemalol chiqa oladi va o'zini taklif qiladi. Masalan, mana holat bo'ldi va bu holat aniq o'rganiladi. O'zini sistemasi bo'yicha qaysi qanaqa masalan, buxgalteriyadan muammo bo'lsa, buxgalteriya, o'quv bo'limi desa, o'quv bo'limida hammasi o'rganiladi. Va u bemalol o'zini fikrini asoschiga yetkazadi. Masalan, mana shu holat bo'ldi, unaqa kelganda unaqa bo'ldi degan narsa. Endi bizda yana shunaqa holatlar bor. Endi masalan, bu anti reklama bo'lib qolishi mumkin. Endi biz o'qituvchilarni davlat oliygohlaridan olib kelamiz. Endi davlat oliygoh hamma emas, baribir davlat oliygohlarida ko'pchilik nimaga o'rgangan? Korrupsiyaga. Biz xususiy universitet imijimizni, brendimizni biz hech qachon yo'l qo'ymaganmiz. Bundan keyin ham yo'l qo'ymaymiz. Korrupsiya degan narsa. Bu o'zimizni asoschi, o'zida yurist Abiktosh aka hech qachon qo'ymaydi. Agar nedaydir eshitadigan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, o'sha vaqtning o'zida prokuraturaga o'sha ish topshiriladi va ishdan bo'shatiladi. Yaqinda ham bo'ldi. Yaqinda ham shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni endi bizda juda ham keng, lekin biz harakat qilamiz hamma narsani nazorat qilishga. Hech qachon talabaga u narsani singdirmaymiz. Ya'ni sen davlat oliygohda uylama, o'rtog'ing o'qiyotgan bo'lishi mumkin, u yopayotgan bo'lishi mumkin, lekin sen bu narsani xususiyda qila olmaysan. Xususiyga keldingmi, sen bilim olishing kerak. Chunki ertaga profilni bitiruvchilar mana bu joyga bordi degan narsa bo'ladi. O'tgan yil bizda 50 ta bitiruvchi bo'ldi va 50 ta bitiruvchidan hozirda 44 tasi ishlayapti ekan. Nima uchun ishlayotganini biz analiz qilib boramiz. Endi ularni chaqiraman men marketingda. Chunki meni ko'rsatadigan narsam shuda. Chunki ko'pchilik hozir universitetga ishonmaydi, diplomni o'tadimi, o'tmaydi degan narsani. Men u narsani marketingga olib kelib ko'rsatadigan bo'lsam, o'sha 90% ishlayapti. Qo'rquvni yo'qotaman odamni. O'sha 90% ishlayapti va nima uchun ishlamaydiganlarni ham so'ragan taqdirimda, masalan, oilaviy sharoiti bilan, masalan, yoki turmush o'rtog'i ruxsat berdi, shunaqa holat, lekin diplom bilan muammo bo'lmagan. Va men bu narsani olib chiqib ko'rsatyapman va mijozlarning qo'rquvini yo'qotaman. Ya'ni diplom o'tmaydigan degan narsani shu paytgacha men faqat og'zaki tushuntirib berardim. Endi men video ko'rinishda va o'sha живой odam misolida ko'rsatdim. Biz buni esingizda o'zi produkt masalasida gapirishgan. Produktingiz hali bor edi-da, chiqmagandi unaqa. Endi produkt chiqadi. Produkt tayyor bo'ldi, produkt o'zi yetildi. Endi men uni ko'rsatib beraman. Chunki ta'limda produkt ta'lim jarayoni emas-da. U yetishtirib bergan kadr. O'sha produkt oxirgi produkt. Shunaqa zo'r. Hozir men ularni chaqirib, videolar olib, ularni targ'ib qilish boshlaymiz va shu yil juda ham ko'p bitiruvchilarimiz bo'ladi. Sababi asosiy bitiruvchilarimiz shu yil. Chunki 2021-yil ochilgan bo'lsa, kunduzgilarimiz shu yil bitiradi. O'tgan yil faqat zaujni, ya'ni sirtqi ta'limda o'qiydiganlarimiz bitirgan. Super. Bizani kubik hamjamiyatimizni o'zi hamjamiyatimiz bor, yopiq hamjamiyatimiz bor. Shunda bizdan bir maqsadni olg'a suramiz. Bizani hamjamiyatimizda bor bo'lgan marketologlar korporativ strategiyalar orqali rivojlanishi yoqlaydigan bo'lishi kerak degan bizning o'zimiz filosofiyamiz bor. Men tushunishimcha, siz mana marketing bo'limidasiz va sizlarning korxonalaringizda korporativ strategiyalar bor. Ya'ni korporativ muhit bor, ya'ni o'quv bo'limi bor, ya'ni ta'lim departamenti deyiladi, buxgalteriya bor. Yana qanaqa bo'limlar bor? Marketing, HR, moliya bor, moliya bor. Demak, sizlar har oyda yig'ilish qilib, korxonani biznesi qaysi yo'nalishga qarab ketayotganligi va shu yo'nalishda har bitta departamentda taqdimotlarini eshitasizlar. Bir-birlaringizga hisobot berasizlar, отчет berasizlar. Bu nima beradi unaqaga mutaxassisga?
Ya'ni, biza uylashimiz bu to'g'ri ketyapmiz-da. Bizada ko'pincha shunaqa narsa bo'ladi. Yaxshi ishlab ketyapmiz degan narsa biz o'zimizni xursand qilamiz-ku. Biz zo'r hamma narsasi degan narsa. To'xta, chetdan kimdir olib ko'raylik. Bizani ko'zimizda chiroyli bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chetdan odam taklif qilamizda, bizani ko'rchi, biz haqiqatan to'g'ri yo'lga ketyapmizmi? O'quv bo'limida yoki bo'lmasa moliya tarafdan yoki bo'lmasa marketing tarafdan deb bizni chaqirib, undan insight olamiz, eshitamiz. Qani qaysi holatda biz to'g'ri qilayotgan ekanmiz, qaysi holatda bizani kamchilik bo'layotgan ekan. Ya'ni boshqani nazari bilan, boshqani tajribasi bilan, ko'zi bilan buni ko'p ustozlarimiz aytadi, vertolyotniy взгляд, ya'ni tepadan kimdir ko'rish kerak, qarab, holatdan chiqib. Shuning uchun hurmatli agar ko'rib turgan marketologlar hamkasblar bo'ladigan bo'lsa, bizani hamjamiyatimiz bor. Qilayotgan ishlaringizni, loyihalaringizni, g'oyalaringizni olib chiqinglar. Biz keys muhokamamizni gaplashamiz, qaysi joyda to'g'ri qilyapmiz, qaysi joyda noto'g'ri qilyapmiz. Maqsad, men o'ylaymanki, agar noto'g'ri qilsanglar ham sizlarni o'sha korporativ muhitda, sog'lom korporativ muhitda hech qachon jerkib urishib tashlashmaydi va yaxshilash uchun yo'nalish ko'rsatishadi. Biz mana shunaqa korporativ strategiyalar orqali rivojlanadigan marketologlarni ko'paytirish niyatimiz bor. Shuning uchun kelinglar, hamjamiyatimizga biz pastlarda qoldiramiz, a'zo bo'linglar, birgalikda o'samiz, birgalikda rivojlanamiz. Endi men ogohlantirib aytib o'tishim kerak bu narsani. Kazdef qilib ko'rmoqchiman siz bilan. Chunki 5-gruppa bitgandan keyin yana 3ta gruppa chiqdi. 8-gruppa bitirdi. Hozir keyingi gruppalarga yig'ilish boshlandi. Bizaga men suhbat qilgan Nodirbek bilan hozirgi Nodirbekning farqi bor-da. Yaxshigina farqi bor. Chunki ancha strategik fikrlab, nimani qo'yib bo'lgansiz-da. Tepadan ko'rayotganligingiz, marketingda nima ishlarni ketma-ketligi уже aniq ko'rinib turibdi. Men xursand bo'laman, maza qilaman to'g'risi. Juda ham hozir suhbatdan ham kayf qilyapman, lekin menga qo'yilgan zadacha bor. O'sha savollarni berishim kerak, lekin odatda bermasdim men hech qachon bu narsani bir ko'rsatishga doim. Yo'q, ko'rsatish kerak, unaqa qilish kerak. To'g'risi. Endi o'zingiz bir aytib o'tsangiz shu narsani, bu hozir hech qanaqa bir tayyorgarliklarsiz bo'lyapti. Hozir siz uchun ham surpriz bu. Bu narsaga kelishmaganmiz chunki o'zi mana 5-gruppada o'qidingiz kursdoshlaringiz bilan birga. Sizlarning gruppada marketing bo'limini rahbari bo'lib ketgan bitiruvchilar juda ham ko'p. Siz bilan barobar o'qiganlarni kamida 3tasi hozir o'zini sohasida marketing bo'limi rahbari bo'lib ishlayapti. Yillik strategiyalarni, byudjetlarni tasdiqlab, katta konsultantlar bilan birga ishlab, qilgan ishim to'g'ri ekan aka deb xursand bo'layotganlar bor-da. Ular bilan ham albatta gaplashamiz. Hozir har bittasini aytib o'tirmaymiz. Kelganda ko'rasizlar, xudo xolasa. O'zingizda mana do'y postga gaplashadigan bo'lsak, nimalar o'zgardi? Qaysi momentlarini o'zingiz uchun, misol uchun, juda ham muhim o'zgarishlar bo'ldi deb ayta olasiz? Menda boshida aytganimdek, hamma narsa pala-partish edi. Ya'ni bitta startrovka qilinmagandi. Kursda o'qiganimdan keyin, men kurs tanlagan sababim ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men o'ylayman, hamma narsa to'g'ri ketyapti deb. To'xta, nimadirgadir xato qilayotgan bo'lishim mumkin. Menga kimdir kerak, ustoz kerak. Keyin siz kursingizga borib tanlagan ustoz. Bu narsani bitta sistemaga solib oldikda, men bemalol marketing budjetni aniq tuzib yoki bo'lmasa kostyumlarni to'g'ri o'tkazib, jamoani to'g'ri boshqarishni o'rgandim. Jamoani to'g'ri boshqarish deganda, endi shu paytgacha ham boshqarardim, men uylardim, to'g'ri boshqaryapman deb. Endi jamoa bilan ishlayotganingizda, ko'p xodimlar bilan ishlayotganingizda shunaqa holatlar bo'ladi. Baribir qanaqadir ish yuzasidan kelishmovchilik yoki boshqa narsalar bo'ladi, konfliktlar. Men harakat qilaman, o'zimni hisobimdan bo'lsa ham ularni rag'batlantirishga. Ya'ni bu qanaqa? Chunki xodim o'zini ishidan rohatlanib ish qilsa, u yanada o'sadi. Uni qilgan ishi sizni tepadagi narsangizga ta'sir ko'rsatadi, natijangizga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, video guruhlarda ham men aytaman, kecha video olamiz. Agar videomiz mana bunaqa narsa erishadigan bo'lsa, masalan, prosmotrlar soni erishadigan bo'lsa, men prosta takstraga choyxona qilib beraman yoki 1 million beraman. Prosta. Buni o'rganganim sizdan o'rganganman. Ya'ni qanaqa jamoani qanaqa qilib boshqarishni va hozir ham o'sha guruhdagilar bilan bir-birimizdan gaplashib turamiz. Endi men asosan SMdagi target bo'yicha ketganman-da. Men faqat digital marketing bo'yicha bo'lganman. Endi marketingga o'tdim. Digital marketing tarafdan men bilimim bor deb bilardim va marketing tarafdan bilimimni yaxshiroq mustahkamlab oldim. To'liq. Aniq marketing instrumentlar nimaligini tushunib oldim. Marketing faqat digital tarafdan qarardim va hozirgi paytda faqat performans bilan ish ko'rardim. Chunki klient xohlaydigan narsa tezroq natija.
Buni siz faqat performans qilasiz. Klient uzoq muddatli strategiyani xohlayotgan bo'lsa, faqat performans bilan bo'lmaydi. Endi to'g'ri marketing qilish kerak. To'g'ri marketing qilishni o'rganing. Zo'r. Hozir mana Student Unionda bu narsadan foydalanyapsiz. Foydalaning va siz masalan o'sha paytda case sifatida ko'rsatib bergandingiz, har bitta mijozga sovg'alar berish. Ya'ni kelgan talabaga mijozimizga impuls ana unga tibbiyot universitetiga har bittasi qasamyod qildirganmiz. Sovg'alar berish. Bu baribir mijozga ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunaqa sessiyani men profil olib kirganman. Keyin o'sha darsda bo'luvdi bu narsa, o'sha multinasionallikni ko'rsatish, keyin har xil bitta sotsialniy viziflar berishni boshladingizlar. Qizlarni ta'limiga yordam berishga yoki boshqaga shu juda ham bir nozik masalalarga kirdingizlar. Brend qadriyatlarini, so'zlarini qo'yish uchun ekosistema qurishga harakat qilyapsizlar. Xursandman bu narsadan. Komandada endi baribir ham maqsadimiz O'zbekistonda marketing sohasini rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shish. Shu maqsadda Kubik podkast yaralgan, shu maqsad bilan kursimiz bo'lgan, shu maqsadda hozir yana bitta kursiz zapusini qilyaptilar. Mehrojni o'zi ham boshlayapti bu narsani. Va bunaqa produktlar atrofda shu ekosistemada yig'ilib boraveradi. Maqsad shu har bitta marketing sohasidagi mutaxassis o'zi uchun bitta plashatka borligini his qilsin. Tadbirkorlar uchun plashatka bor. Milliard klub borishadi. Tadbirkorlar tadbirkorcha fikrlashdi. Haqiqiy biznesmen bo'lishni o'rganishadi. Va bu biz uchun bitta nima deydi? Jamiyat. U jamiyatda tadbirkorlarning hammasini o'zi marketolog bo'lib fikrlashi mumkin, lekin o'zi ish qila olmaydi narsa. U uchun baribir jamoa kerak va Kubik o'sha marketologlar jamiyati bularga xizmat ko'rsatadi. PCG'ni jamiyati bor. U ham endi boshlab tadbirkorlikka kirayotgan, hunarmandchilikdan endi tadbirkorlikka o'tayotgan, mutaxassislikdan tadbirkorlikka o'tayotgan transformatsiya jarayoniga yordam beradigan bir hamjamiyat bo'lsa, ular ham ertaga kimlardir yollab professionallar bilan ishlashim kerak ekan degan xayolga keladi. Ulardan ham bizga murojaat keladi. Ular ham o'zi o'rganib, ham ertaga xodimini tayyorlash uchun yaxshigina mustahkam jamiyat qilib bersak, o'sha joyda xotirjam. Eng muhim narsa shu. Xotirjam ishonib topshirsam bo'lar ekan degan narsaga yeta olsak, biz ozgina bo'lsa ham maqsadimizga yaqinlashgan bo'lamiz. Bizning o'zi asosiy yana bir maqsadlarimizdan biri o'zi marketingni mohiyatini anglab, uni asl nima deydi? Nima uchun bu ishlar qilinishi kerak degan va bu qilinadigan ishlar korxonaning qaysi biznes vazifalarini yecha oladi, ham mijoz uchun, ham biznes uchun, ham o'zi uchun foyda keltiradigan bir instrumentlarni o'rgatishni bir maqsad qilib qo'yganmiz. O'zim ham Haybullo akani ustozi kursida o'qiganman. Menda ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan. Men o'rganganman. Hammasi tartibsiz bo'lgan. Xaotik deyiladi bu narsa. Xaotik bo'lgan, hamma joyda yig'ilib, sochilib turgan. Men rosa izlaganman. Birinchi marta borishga pulim bo'lmagan, imkoniyatim bo'lmagan. Ikkinchi marta borganimda skidka qilib berishgan. O'qiganman-da, siz xuddi siz aytyapsiz-ku, men o'zimni ko'rganday bo'lyapman-da. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni tartiblashtirib, bitta polkadan nimadan keyin nimaga kelish kerak, qanaqa qilish kerak va eng men o'zim nima olding deb aytadigan bo'lsa, mana strategik fikrlash degan tushuncha bor-da. Bu tepadan qarash, ya'ni shaxmat donalarini terib qo'yib, qaysidan keyin nimani yurish kerak, qanaqa kelish. Bu juda bir kerakli va muhim ko'nikma deb bilaman-da marketologlar uchun. Shuning uchun boya eslatib o'tdingiz, kurs ochyapmiz, o'quv dasturi qilyapmiz, metod strategiya kommunikatsiya yo'nalishida. Manda ko'proq kommunikatsiyaga urg'uga olib boradi, lekin kommunikatsiyaning orqasida strategiya bor. Har qanday strategiya bo'ladi va muhim ko'nikmalardan biri shu strategik fikrlash degan ko'nikma bo'ladi. Taklif qilamiz, kelinglar, o'qiymiz, birga rivojlanamiz. Doim yangi gruppalar ochilib boriladi. Nima uchun shu paytgacha reklama qilmagansizlar? Biz endi ko'ryapmiz reklamani deganligi. Bizda haqiqatda yangi gruppa, eski gruppa tugamasdan shakllanib qolardi. Shunaqa. Sizni zo'r produktingiz bor, lekin sotuvlaringiz yaxshi emas. Sotuvchilarni ayblashni bas qiling. Muammo mahsulotda ham emas, sotuv bo'limida ham emas. Muammo mijozda. Bozorda mahsulot ko'paygandan keyin ba'zi holatda hatto mijoz ham o'zi nima xohlayotganligini bilmaydi. Yaxshi, yomon mahsulotni bir-biridan ajratish unsurlarini
tushunmay qoladi. Marketing bu bozorda talabni boshqarish, tanlovni boshqarish degani. Ya'ni biz mijoziga mahsulotni to'g'ri tanlashni o'rgatishimiz kerak. Qaysi pozitsiyadan qarab, qaysi mahsulot yaxshi ekanligini anglatib borishimiz kerak. Agarda sizda ham marketing to'g'risida, talabni to'g'ri boshqarish to'g'risida, tanlov kriteriyalarini o'rganish to'g'risida istak paydo bo'layotgan bo'lsa, biz marketing maksimum kursini yangi guruh ochilganligini e'lon qilamiz. Va hoziroq izohlarda plus qoldiring. Biz siz bilan albatta bog'lanamiz. eshitib kelgandan. Shu bilan Hech qachon reklama bo'lmagan. Hech 20 ta 25 ta odam bilan kompaktni ishlardik. Endi hozir nima uchun reklamaga ehtiyoj bo'lyapti deyilsa, kursimiz yangi darajaga Yangi chiqdi. formatga chiqdi. Yangi formatda o'tilyapti. Mabodo yana kimnidir tavsiya qilish mumkin bo'lsa dalolat qilasizlar. Kurs xalqaro MBA dasturlari bo'yicha tasdiqdan o'tdi. Kursimizni ketma-ketligi MBA materiallari bo'yicha mutanosib ekanligi xalqaro standartlar bilan tasdiqlandi. Bu Malayziyadagi UPM universitet tomonidan, u shu dunyodagi top universitetlar qatorida turadi MBA yo'nalishi bo'yicha va anchadan beri bu narsaga harakat qilyotgandik. 4-5 ta universitet bilan harakat qilib, oxiri mana UPM bilan bu narsaga erishdik, Xudoga shukr. Bu narsani tasdiqlab berishdi. Va shu yangi formatda endi standart bo'yicha gruppadagi o'quvchilar soni nisbatan ko'proq bo'lishi kerak. Va shu uchun harakat qilib, hozir endi dalolat qilishni boshladik. Aslida gruppani hozir yarmisidan ko'p yig'ilib bo'lgan. Odatiy kurs o'tadigan bo'lganimizda edi, bu gruppani ham boshlagan bo'lardik. Hali vaqtinglar bo'lsa kerak, menimcha yangi gruppalarga bemalol yozilishinglar mumkin. Qabulimiz endi xudo xolasa to'xtamasdan davom etaveradi. Shuning uchun bu video qachon chiqishidan qat'iy nazar yangi gruppaga yozilishingiz mumkin. Biz ro'yxatdan uchun link qoldiramiz, izohlarda qoldiramiz. Ro'yxatdan o'tinglar. Mutaxassislar chiqib, qachon boshlanishi, umuman summalar haqida, o'quv dasturi to'liq formati bo'yicha ma'lumot berib o'tishadi. Kutamiz, kelinglar, birgalikda rivojlanamiz. Katta rahmat. Menda savollar deyarli qolmadi. Men o'zim uchun muhim bo'lgan qiziqarli savollarga javob oldim. Agar sizda shunchaki vaqtga qarab qo'ysang ham, vaqt qanaqa o'tganini sezdim. Bilmadim-da. Yana 1,5 soatdan zo'r narsa esimga tushib ketdi. Ustoz o'sha darsda Chortoqni keys sifatida ko'rsatganmiz, Qoraqalpog'istonga qanaqa kirib borganimizni. Men o'shandan insight olgandim. Qanaqa qilib ta'limga adaptatsiya qilsa bo'ladi shu narsani. Xuddi shu narsani Navoiy shevasi bilan Navoiyda qilib ko'rdik. Sheva bilan bannerlarga qildik. Devonacha. Ya'ni o'zini shevasi bor-ku, devonacha, jigarcha, ya'ni cha bilan gaplashadi bizani viloyatda. Xuddi shu narsani bannerlarga ilib tashlaganimizda hamma bir-biriga tarqatib tayyor bo'lib ketadi. Ya'ni o'ylagan narsa xuddi shunaqa. Ya'ni siz o'sha narsani nima ko'rsatib bergandingiz, Chortoq misolida qanaqa bozorga kirib kelganlaringizni, xuddi shu narsani viloyat misolida qanaqa qilsak bo'ladi. Hozir men o'ylayotgan narsa, butun respublikada yana har bittasini alohida gapirib chiqayman bolalarni o'zini shevasida va targ'ib qilib. Chunki o'zini ko'rsa, o'zini viloyatdagi ta'sir ko'rsatadi, o'zini meni viloyatimdagilar o'qiyapti. O'zini tili, o'zini shevasi degan narsa bo'ladi. U juda ham zo'r kuchli ta'sir ko'rsatadigan narsa ekan. Biza men uchun ham yangilik bo'lgan. Aslida men bunga normal qaragan edim. Ya'ni Chortoq Qoraqalpog'istonda reklama qilish uchun bu distribyutordan taklif chiqqan. Kelinglar, biz radioga reklama joylashtiraylik. Nimagadir sotuvimiz yaxshi bo'lmayapti. Reklamaga ehtiyojimiz bor deb o'ylayapman. Televideniyani, radioni gaplashishga harakat qilaman va o'zim buni pulini to'lashimga imkon beringlar, reklama beringlar deyishgan. Biz o'sha payt O'zbegim radiosida, Oriyat Donoda, yana bir qator shu o'zbek zabon radiolarda reklama ketayotdi. Rus zabonlarda ham bor edi va savol berildi. Qoraqalpog'istonga reklama beriladigan bo'lsa, qaysi rolik berishimiz kerak? O'zbek tilidagini beraylikmi, rus tilidagini beraylikmi? Desa, keyin ozgina o'tirib o'yladikda, "Davay Qoraqalpoqda beramiz." Bu usmontanli bo'lgan narsa. Keyin Qoraqalpoq tilida shu paytgacha radiolar aytishdiki, reklama berilmagan. O'zining tilida bironta kompaniya kirib kelmagan. Yo'q, bo'lmagan bunaqa narsa deyishdi. Keyin diktor bor-ku baribir. O'sha ovozi quvnoq bizga to'g'ri keladigan, mana arxetipimiz bunaqa, mana shu rolik shunaqa yozilgan. Bormi videoshi desa, bor dedi. Keyin u aka bilan bog'landik, gaplashdik. Men tezak beryapman telefonda. Gromkini yoqib qo'ying. Studiyada o'qiysiz.
man aytib turaman sizga deb distansionni boshqarganmizda. Shuni ham protsess juda chiroyli bo'lgan. Keyin ular studiyaga kirib telefonni yoqib qo'yganlar. O'qiydilarda bo'ldimi deydilar, yo mamnun o'qib bering deyman. Yana to'g'rilaymiz, to'g'rilaymiz. Xullas shunaqa qilib juda zo'r experience bo'lgan, tajriba bo'lgan. Qoraqalpoq tiliga kirgan va birinchi marta qoraqalpoq tilida reklama ketgan va qoraqalpoq xalqi juda chiroyli qabul qilgan, juda ham ilhomlanishgan bu narsadan, juda iliq bo'lgan va bular o'z ona tilisida hurmat bilan kirgan kompaniyani juda ham hurmat bilan qabul qilib, sotuvlar juda ham tez rivojlanib ketgan. Mehr bilan kutib olishgan. Bu o'ziga xos kreativ ham deyiladi. Kreativ yondashuv deyiladi. Kreativ sizni biznes xarajatlaringizni bir necha barobarga qisqartirib beradi-da. Qisqartirib juda chiroyli qabul qilgan. Empatiya uyg'otadi, loyallik uyg'otadi. Bu kreativ zo'r narsa. Buni agar universitetda moslashtiradigan bo'lsa, universitetda ham juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Chunki universitetda ham har xil viloyatlardan odamlar yig'ilgandan keyin har bir viloyatda o'ziga yarasha shevasi bor, odatlari bor, qiladigan ishlari bor. Misol uchun biz o'zimizda ham ofisimizda buxorolik yigitlar ko'p. Bebiyo. Buxorolik bolalar ofisi bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun donasho'rak, chaqchaq, tog'oq, pichinaxo'r degan gaplar. Bu narsalar asosan Buxoroni mentalitetini tushunadigan, Buxoroni ichida bo'lganligini tushunadigan prikollarda juda ham nozik yumorlar bor. O'sha hammaga ishlatamiz. Tegishli bo'ladi. O'zini anons tushunadi bo'lyapti. O'sha muhit tushunadi buni faqat, lekin agarki yoningizda bir boshqa bir viloyatdan sizdagi eng nozik yumorlarni tushunadigan bo'lib qolsa, undan ko'ra yaqinroq odam bo'lmasa kerak siz uchun. Chunki misol uchun aytaylik, buxorolik bo'lmagan bir yigitdan Buxorodagi nozik prikollarni tushunayotganini ko'rsangiz, aka-uka bo'lib ketishingiz ancha oson bo'ladi, ular. Juda yaqin bo'ladi, kommunikatsiyalar, har xil o'sha baryerlar ko'tariladi, talabalikda bir boshqacha zavq beradi-da bu. Boshqacha zavq beradi. Qilayotgan ishlaringizga omad. Rahmat katta. Ekosistema kuchayib rivojlanib borsin, haqiqatda profi ekosistema bo'lsin. Nomiga, g'oyalariga mos. Albatta korxonani nima deydi, rahbarini, o'sha liderini ham o'zini ham pochirki bor. U bilan birgalikda rivojlanadi baribir. Lekin ular shu jamiyat rivojlanishi uchun, jamoani rivojlanishi uchun shunaqa harakat qilib, yordam berib, sizlarga imkoniyat beryaptilar. Bu ham o'zi katta narsa. Va sizlar ham bu narsaga juda chiroyli bir suratda javob beryapsizlar. Sidqidildan yondashib, mas'uliyat bilan va eng asosiysi shu sohani rivoji uchun harakat qilyapsizlar. Ta'limda qilinayotgan xizmatlar besamar bo'lmaydi, xudo xolasa. Nasib bo'lsin. Bu yo'lda omad tilaymiz. Rahmat katta. Rivoj, kuch-quvvat va biz ham o'zimiz tarafdan nima yordam bera oladigan bo'lsak, shu bir chetida yordam berib, bir shunga ham hissam qo'shgan deb turishdan faxrlanamiz. Balkim tavsiya qilish oldinroq boshlagandirsizlar. Sizlarda marketing fakulteti bor, yo'nalishi bor. Kubik podkastni tavsiya qilinglar, har bitta talabalar ko'rib chiqsin, muhokama qilsin, izohlarda yozsin. Mana profi degan so'zni yozsa, promokod yozsa, bizda hamjamiyatimiz bor, yopiq, ya'ni hamjamiyatning ichida yana bir yopiq hamjamiyatimiz bor. Maxsus promokod beramiz, a'zo bo'lishsin, 10% gacha promokod beramiz. Yaxshi. Profi universiteti talabalari, marketing bo'limi talabalari uchun. Talabalari, Qarang, joyiga keyslarimiz bor, mastermindlar bor va hokazo va ularda ishtirok etish masalasini ham bemalol ko'rib, qancha yordam bera olsak, shuncha tayyormiz. Xudo xolasa, bu sohani rivoji uchun bel bog'laganmiz. Siz ham bu yo'lda charchamasligingizni tilaymiz. Shuncha harakatda biz sizdan ko'p narsa o'rganganman. Hammalaringizga rahmat, ustoz. Shu sizdan o'rgangan narsamni kechqur bemalol sidqidildan yordam bergansiz-ku, shu narsa menga yoqqan. Eng anavi narsasi, masalan, pulga cho'qmagansiz hamma narsani. Ko'pchilik to'xta, men konsultatsiyam pul degan narsa bo'ladi-ku. Yo'q, qo'lingizdan kelgan narsani kuncha so'z sifatida unga tushuntirgansiz. Hozir shu yo'sinda biz ham bitta loyihaga qo'l qo'yganman. Ya'ni qanaqa ustoz AI degan loyihasi bor. Bu loyiha davlat loyihasi, Yoshlar ishlar agentligi loyihasi, zamonaviy kasblarni bolalarga o'rgatish. U yerda men mentorman. Shu yerda targeting kursini to'liq darslarni yozib berganman. Super. Bemalol bepulga noldan boshlab professional darajada o'rgana oladi. Hech qanaqa info-segansga ma'lumotlar yo'q, infolyo'llar ma'lumotlar yo'q. Ko'rib chiqdim. Sababi bozordan kelib chiqib, men bu narsani yaratganman. Chunki bozorda har xil kurslar bor, lekin hammasi oldi qochdi gaplar.
Lekin bu yerda hammasi noldan boshlab professional o'rgangan. Shu orqamizdan faqat nimadir qolishi kerak. Shu yo'sinda harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha bilimni ulashishga harakat qilyapmiz. Bugun yana bitta marketing sohasida yaxshi bir keyslarga, o'zini bir o'rniga, so'ziga ega bo'lgan bir mutaxassisdan ochishga harakat qildik. Pocherkiga ega bo'lgan mutaxassisdan ochishga harakat qildik. Mabodo siz ham shunaqa yigitlarni, qizlarni taniyman, bor shunaqa bittasi deydigan fikrda bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qo'yinglar. Chaqiramiz albatta. Chaqiramiz, gaplashamiz, o'rtoqlashamiz. Balki biz ham tanirmiz-u, uni keyslarini bilarmiz-u, hali o'zini tanimagandirmiz, yoritishga harakat qilamiz. Agarda bugun nimadir yaxshi insight olgan bo'lsanglar, iltimos uni tarqatinglar. Nodir akamizni ham geroyni nima deydi, xalq tanish kerak. Qahramonlarni bilish kerak. Shuning uchun Tanish kerak. tanishib ko'rsatib qo'ydik. Balkim siz yozgan izohdan boshqa odam ham insightni o'qiganda boshqa odam bir ilhomlanadi. Ana siz aytyapsizki, Qoraqalpoqqa chortoq kirib borganida men ilhomlanib buni tayyorlaganman. Ya'ni referens sifatida foydalanadi. Bizning yana bitta filosofiyamiz peer to peer degan metod bor. Ya'ni inson insonga o'rgata oladi, bir-biridan tajribalar o'rganishi mumkin. O'shaning uchun shunaqa filosofiyamiz bor. Yozinglar, u xoh yaxshi fikr bo'lsin, xoh yomon fikr deganda tanqidni ham to'g'ri qabul qilamiz. U bizni yaxshilashga yordam beradi. O'shaning uchun izohlarda yozinglar, podpisatsiya tugmasini bosinglar, kolokolchik bosinglar. Sizga yana bir marta katta rahmat. Charchamang, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling.